Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, aziz yurtdoshlar, hurmatli mo'min musulmonlar. Alloh taolaga shukronalarimiz bo'lsinki, mana yurtimizda har sohada o'zgarishlar, islohotlarning guvohi bo'lyapmiz. Jumladan diniy sohada ham juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Diniy idoramiz qoshida hammaga ma'lumki, fatvo markazi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu markazda Kamina xodimingiz rahbarligida bir nechta ulamolar xizmat qilib kelyapti. Savollar kelyapti. Qo'l markaz tashkil qilganmiz. O'sha qo'l markazda savol-javoblar bo'lyapti. Internet orqali, Telegram orqali, botlar orqali savol-javoblar bo'lyapti va mana shu savol-javoblarda yanada ta'sirli bo'lishligi, ko'pchilik namozxonlarni, ko'pchilik vatandoshlarimizni, mo'min musulmonlarning iltimosiga muvofiq yangi bir loyihani yo'lga tushirdikki, endi onlayn tartibda savol-javoblarni ham yo'lga qo'yapmiz. Inshaalloh mana bugundan kimlarda savollar bo'lsa, savollarni yo'llasa, inshaalloh savollarga qo'limizdan kelganicha javob berib boramiz. Agar o'sha berilgan savollarga vaqt yetmay qolsa, albatta keyingi uchrashuvlarimizda, keyingi ko'rsatuvlarda albatta savol-javoblar berib boriladi. Bilmagan narsani so'rashlik lozim bo'ladi, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda agar siz bilmasangiz zikr ahlidan so'rang degan oyat keladi. Payg'ambarimiz alayhissalom ham mana shu bilmaganda bilib o'rganishlikka, savol-javob qilishlikka o'rgatgan va bu o'ta mas'uliyatli vazifa. Har bir musulmon borki, o'zini bilmagan narsasini bilishlikka harakat qiladi. Va eng muhimi mana shuni o'ziga ishonchli bo'lgan, o'zini mazhabida bo'lgan rasmiy ahli ilmlardan olishligi yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo bizni kamchiliklarimizni o'zi to'ldirsin, nuqsonlarimizni Alloh o'zi kechirsin va siz azizlarga berayotgan javoblarimiz hayotda tatbiq bo'lishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum muftiy hazrat. Bir tanishim zikrni tasbihda emas, barmoq bilan sanash kerak dedi. Haqiqatda zikrlarni aytishda tasbih ishlatish gunohmi? Dinimiz bu haqda nima deydi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi. Tasbih masalasida bir narsani bilishlik kerak. Albatta o'zi aslida tasbih deganda biz o'sha bizni hozir qo'limizda foydalanadigan hisoblash uchun o'tkaziladigan tasbih, toshlardan iborat bo'lgan tasbihni tushunishimiz kerakmi yoki umuman tasbih deganda boshqa ma'nomi? O'zi aslida tasbih degani Allohga tasbih aytish degan ma'noda. Allohni poklash ma'nosida. Va bu narsa masalan o'sha zikr qilishlik ma'nosida aytiladi. Allohni zikr qilib eslaysiz, tasbih aytasiz, hamd aytasiz, takbir aytasiz. Bu mana shuni Allohni zikr qilish ma'nosida. Endi qadimdan bizni yurtimizda mana juda katta ulamolarni ham ko'rsanglar, hammasini qo'lida tasbih bo'lgan. Ma'lum bir vazifani aytib, o'shini hisobini chiqarib yurganlar. Hech kim buni ixtilofsiz ishlatib kelgan. Yana yaqinda mana shuni bid'at, bunday qilish harom deydiganlar ham chiqib keldi. Dinda bir amalni bid'at deb yorishlik yoki buni harom deyishlik uchun juda katta dalillar kerak. Avvalo mantiqan yondashish kerak. Shu paytgacha qancha alloma, ustozlar, ulamolar o'tgan bo'lsa, qo'llarida tasbihlari bor edi. Nahotki shuncha ulamo shu harom ishni qilib yurganmidi degan savolni berish kerak oqil egasi. Tasbih ishlatishdan man qiladigan bunday dalillar, ya'ni mumkin emas, bid'at, harom degan dalillar yo'q azizlar. Tasbih ishlatish joiz ekaniga kelgan dalillar inkor etib bo'lmas darajada quvvatli. Masalan, Sofiya onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan sahih hadis bor. Aytadilarki, "Daxala alayya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va bayna yadayhi 4000 nawatin usabbihu biha" dedilar. Ya'ni onamiz aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni oldimga kirganlarida meni oldimda 4000 dona danak bor bo'lib, ular bilan tasbih aytardim deyaptilar. Ya'ni o'sha danaklarni sanab shunda tasbih aytar ekanlar.
u ayni bizni terib ipga terib qo'ygan bo'lmasalar ham o'sha joyda qo'llarida yonlarida 4000 dona danaklari bo'lgan. Bir mevani danagida tasbih aytar ekan. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom onamizga kirib aytganlarini aytibdilar. Rasulimiz aytdilarki, sen aytayotgan tasbihdan ko'ra ko'prog'ini o'rgataymi dedilar. Ya'ni savobliroq tasbih aytishni o'rgataymi deyodilar. O'rgating dedim. Shunda u zot subhanallohi adada xalqihi deb aytgin dedilar. Imom Termiziyda kelgan bu hadis. Mazkur hadis tasbih ishlatishni joizligiga dalil bo'ladi. Nimasi bilan joizligiga dalil bo'ladi desangiz, agar o'sha ish yuqoridagi odamlar aytgandek bid'at yoki harom bo'lganida payg'ambarimiz alayhisalom kirib birinchi navbatda shuni qaytarardilar. Nega bu donaklarni qo'yib yubording degan bo'lardilar. Balki aksincha payg'ambarimiz alayhisalom unga yana boshqacha tasbih aytishlikni o'rgatdilar. Bu esa o'sha ishni joizligidan dalolat beradi. Mashhur sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhuning xaltachada tosh yoki danaklari bo'lib, ular bilan subhanalloh deb tasbih aytar edilar. Toshlar tugab qolsa cho'rilarga berar, cho'ri ularni to'plab xaltachaga solib yana o'shiga qaytarib berar ekanlar. Buni Imom Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan. Qarang, bir narsani e'tiborga olinglar, eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba Abu Hurayra radhiyallohu anhu bo'ladilar. Mana shu zot ham xaltaga toshlar solib tasbihdan foydalanib yurardilar deydilar. Bunday dalillar juda ham ko'p. Agar aytadigan bo'lsak, juda ham ko'p sahobalardan dalillar bor, ulug'lardan dalillar bor. Ya'ni yuqoridagi hadislardan ko'rinib turibdiki, demak tasbih ishlatish bid'at emas, balki bu fazilat. Yuqorida savol bergandek, agar qo'li bilan tasbih aytaman deyotgan bo'lsa, u ixtiyori, bundan ham qaytarilmaydi. Ammo tasbih ishlatib qo'lida sanab o'tishligi, sanog'ini chiqarish ma'nosida uni vazifa qilib aytishligi hech bir dinimizga xilof emas. Vallohu a'lam bisavob. Yana bir savol. Kecha ustaxona ochdim, jonliq so'yib qonini darvozaga surtdim. Bu ishim to'g'rimi? Aslida ish yengil bo'lishi uchun shunday qilish kerakmi? Bismillahi va salatu va salam ala rasulillahi. Avvalo Alloh taolo sizni ochgan ustaxonangizga o'zi rivoj bersin, baraka bersin. Mana shu joydan topayotgan molingizga Alloh halol rizqingizga barakot bersin. Savol berib to'g'ri qildingiz, lekin bu savolni o'sha ishni qilishdan oldin berilsa yana ham yaxshi bo'lar edi. Chunki musulmon odam bir ishni qilishdan oldin so'rashlik kerak. Xatoga yo'l qo'ymaymanmikin deb. Mayli, shunga ham rahmat aytamiz. Siz bu ishingiz bilan bu yerda bir ikkita xatoga yo'l qo'ygansiz. Birinchisi, jonliqni Allohdan boshqaga atab so'yib bo'lmaydi. Ishxonamga atadim, falonchiga atadim, pistonchiga atadim deb bir odamni nomi bilan so'yilish joiz emas. Oyatga muvofiq, bizning aqidaga muvofiq bu harom bo'lib qoladi. Balki aksincha, jonliq so'yilganda bismillahi Allohu akbar, ulug' bo'lgan Allohning nomi bilan jonliqni so'ydim deb niyat qilinadi va bu halol bo'ladi. Ikkinchisi esa yana ikkinchi qilgan xatoyingiz, uni o'sha qonini ustaxonamga surkab qo'ydim deyapsiz. Bu ham yaxshi emas. Bu yerda ham xato bo'lgan. Ya'ni shunday qilsam baraka keladi, shunday qilsam balolar ketadi degan ma'no chiqib qoladi. Holbuki barakani berguvchi ham, balolarni daf qilguvchi ham Robbimiz Alloh taolo hisoblanadi. Bu ishlarni qilishlik ana shu bid'at, bu shar'an harom. Qolaversa, Qur'oni Karimdagi oyatga muvofiq qon aslida najosat hisoblanadi va bu najosatni surkashlik ham o'zi durust emas. Shuning uchun bunday ishlarni qilmaslik kerak. Yaxshisi Alloh uchun deb o'sha jonliqni so'yib, Alloh yo'lida uni kambag'al, yetim, yesir, beva, bejoralarga tarqatib, ularning duosini olsangiz, yanada ishingiz rivoj bo'ladi, yanada baraka bo'ladi. Vallohu a'lam bisavob. O'tirgan holatda 1-2 daqiqa uxlash tahoratni buzadimi? Bismillahi va salatu va salam ala rasulillahi. Hanafi mazhabda uxlashlik tahoratni buzadi. Uxlashlik tahoratni buzadi. Lekin o'sha o'tirib uxlashlikda bir necha xil ko'rinishlar bor. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Ba'zilarda tahorat sinsa, ba'zilarda sinmaydi uxlashlikda. Masalan, chortini qurib orqasini qo'yib o'tirib uxlaganda tahorat sinmaydi.
Bunaqa holatda tahora sinmaydi. Masalan, masjidlarga kirib qolganingizda ko'rasizlar, ba'zi bir odamlar chordana qurib, o'tirib uxlayotgan bo'ladi. Bunaqa holatda tahorat ketmaydi. Endi mabodo o'sha o'tirganda engishib, yiqilib tushib, o'sha yiqilgan holatda biroz qolib ketib, keyin uyg'onsa, unda tahorati singan hisoblanadi. Demak, qisqa qilib aytsak, 1-2 daqiqalik o'tirib uxlash agar yiqilib uxlab qolmasa tahoratni buzmaydi. Vallohu a'lam bisavob. Navbatdagi savol, muftiy hazrat, savol shundan iboratki, ijtimoiy tarmoqlarda xorijdagi ayrim kishilar O'zbekistondan hijrat qilish kerak, chunki u yerda shariatga amal qilishga sharoit yo'q deyshadi. Shu to'g'rimi? Bismillahi va salatu va salamu ala rasulillahi. Hijrat masalasi bu bugungi kunda butun dunyoda butun mo'min musulmonlarni ichida ko'tarilayotgan savollardan bittasi. Ba'zan aytadi, bizlarni hijrat haqida gapirmaysizlar, hijrat haqida haqiqatni yashirasizlar degan da'volarda ham qiladi. Yo'q, aslo azizlar. Hijrat so'zi arabcha hajara so'zidan olingan bo'lib, bir joydan ikkinchi joyga ko'chish degan ma'noni beradi. Hijrat payg'ambarimiz alayhisalom davrida 2 marta bo'lgan. Birinchisi demak Habashistonga hijrat qilganlar, ikkinchisida esa bu haqiqiy katta hijrat bo'lgan. Bu demak Makkadan Madinaga hijrat qilishlik. Nima uchun hijrat qilingan? Payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida mana shu birinchi hijratni oladigan bo'lsak, Habashistonga, hozirgi Efiopiyaga hijrat qilingan. Unda ma'lum bir sahobalarga, hammasiga emas, ma'lum birlariga zulmlar kuchayib ketgan. Ularga o'lim xavfi tug'ilgan. Juda qiyin ahvolda qolgan. Ularga azoblar berilgan. Yolg'iz Allohga ibodat qilishlik, yolg'iz Alloh va rasuliga iymon keltirganligi uchun mana shunaqa azoblar bo'lganda, payg'ambarimiz alayhisalom ularni bu zulmlardan saqlash maqsadida bir oz Habashistonga borib yashab turishlikka, ya'ni ko'chib ketishlikka ruxsat berganlar va mana shu birinchi hijrat bo'lgan. Sahobalar Habashistonga borganlar va bu yerda o'zlarining jonini saqlab qolganlar. Endi 622 milodiy sanaga kelganda katta hijrat bo'ldi. Bu demak endi ommatan musulmonlarga zulm kuchaydi. Avval ba'zi bir toifalarga bo'lsa, endi ommatan, hatto payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamga ham zulmlar qilish, u zotni jonlariga qasd qilishlikka harakatlar boshlandi. Ana shundan keyin payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam va sahobalar Makkadan Madinaga ko'chib ketishlikka qaror qildilar. Bu esa Allohning buyrug'i bilan bo'lgan. Ammo ulamolar aytadiki, hijratni 2 turga bo'ladilar. Ular aytadi, bittasi mana shu haqiqiy hijrat, ya'ni yurtni tashlab ketishlikni ham hijrat deydilar. Yana ba'zi birlari esa gunohlarni tark etishlarni ham hijrat deydilar. Abu Usmon Mujoshi ibn Mas'ud rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, Makka fathidan keyin hijrat yo'q dedilar. Mazkur hadis o'zidan oldin kelgan hijrat haqidagi hadislarni bekor qiluvchi ekaniga ulamolarimiz ta'kidlaganlar. Payg'ambarimiz alayhisalom keyinchalik Makka fath bo'lganlardan keyin Makkaga kelganlarida mana shu hadisni aytganlar. Ya'ni Makka fath bo'lgandan keyin endi hijrat yo'q deganlar. Bu nima degani? Demak, Makka fathidan keyin hijrat qilishlikka hech qanday sabab qolmadi. Va mana shu hadis, mana aytib o'tganimdek, o'zidan avvalgilarda nasx qiluvchi degani, o'zidan avval mana shu hadis aytilgunga qadar hijrat haqida nimaiki gaplar gapirilgan bo'lsa, maqtovlar, bu keyingi oxirgi hadis bilan uni hukmi bekor bo'ldi. Nosix va mansux degan qoidalar bor. Ya'ni ba'zi hadislar o'zidan avvalgini hukmini bekor qiladi. Lekin bu hadis yo'qolib ketmaydi, yozilgan. Mana o'sha sahih kitoblarni olib qarasak, hadislar to'plamini qarasangiz, hijrat haqida ko'p narsa yozilgan bo'ladi. Ba'zi birlar shundan foydalanib yoshlarimizga o'sha hadislarni ko'rsatyaptilar. Mana ko'ringlar deyapti. Mana payg'ambarimiz alayhisalom hijrat haqida gapirgan gaplari bor deyapti. Uni o'qib turib yoshlar aytayaptiki, ha, demak hijrat bor ekan, mana sahih hadis turibdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan aytilgan. Bu hadislarni hech kim inkor qilmaydi. Bu haq. Ammo lekin qoidada o'sha eng oxirgi payg'ambarimiz alayhisalom Makka fath bo'lgandan keyin hijrat to'xtadi endi degan gaplari bilan
undan oldingi hamma aytilingan hadislarning hukmi bekor bo'ldi. Hadis saqlanib qoldi, lekin hukmi bekor bo'ldi. Ana shundan keyin musulmonlar endi Makkaga kelganda avvaliga hijrat haqidagi gaplarni eshitib, qani edi biz ham hijrat qilsak, qanday qilsak hijrat savobini olamiz deganlarda payg'ambarimiz alayhisalom endi Makka fath bo'ldi. Ya'ni endi Makka tinch joyga aylandi. Hijrat qilishlikka hech qanaqa sabab yo'q dedilarda, endi ikkinchi tavsiyani berdilar. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallohu anhu degan hadisni aytdilar. Ya'ni haqiqiy musulmon boshqa musulmonlar uni qo'lidan, tilidan o'zgalarga ozor bermagan kishi bo'lsa, bu haqiqiy musulmon dedi. Endi Alloh taolo man etgan narsalardan qaytgan kishi esa Alloh yo'lida hijrat qilgan kishidir dedilar. Bu Imom Buxoriyda rivoyat qilindi. Ko'chib ketishlik hijrati yo'q, ammo gunohlardan tiyilish hijrati bor. Payg'ambarimiz alayhisalom shu gapni gapirdilar. Endi hijrat yo'q, lekin endi gunohlardan hijrat bor. O'sha gunoh ishlardan, yomon ishlardan o'zini aytaylik saqlashligi mana shu hijratning savobini oladi. Shuning uchun bugungi kunga kelib hijrat haqida ko'pchilik foydalanib, aytaylik o'sha soxta da'vatchilar yoshlarni oilasidan, vatanidan judo qilib, kelinglar bu yoqqa hijrat qilinglar deyotganlarga biz mantiqan savol beryapmiz. Birodarlar, hijratdan ko'zlangan maqsad notinch joydan, joniga qasd bo'layotgan joydan, e'tiqodiga qiyinchilik bo'lgan joydan boshqa yurtga borishlik. U yurtda esa tinchlik, osoyishtalik bo'ladigan yurt ekan. Demak, Madina shunday bo'lgan. Hijratdan ko'zlangan maqsad shu. Endi hozir hijrat qilinglar deyotganda mantiqiga hech tushunmayapmiz. Yurtimiz tinch, ibodat erkinligi bor. Namozlar o'qiyapmiz, ro'zalar tutyapmiz, haj umralarga boryapmiz, hayit namozlarini o'qiyapmiz. Mana bunday savol-javoblar qilish imkoniyati bor. Masjidlarimizda ibodatlar bo'lyapti. Hamma e'tiqod qiluvchi narsalarimiz mavjud bo'lib turibdi. Jonimizga qasd bo'lmayapti. Tinch yurtda yashayapmiz. Endi hijrat qilishlik uchun mana shu narsalar bo'lmasligi kerak edi. Shunda tinch joyga ketish kerak edi. Bular nima qilyapti? Mana shunday tinch yurtdan notinch bo'lgan yurtga ketyapti. Hijratni tarixidagi mantiqqa ham to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun aslida hijratni ikkinchi turiga mahkam e'tibor berishimiz kerak. Gunohlardan hijrat qilishimiz kerak. Alloh man qilgan gunohlardan hijrat qilishni o'rganishimiz kerak. Vallohu a'lam bisavob. Keyingi savol, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan najot topuvchi toifa kim deb so'rashganida men va sahobalarim yo'lida bo'lganlar degan ekanlar. Shundan kelib chiqib ahli sunna val jamoani hadisda nazarda tutilgan yo'l desam bo'ladimi? Bismillahi va salatu va salam ala rasulillahi. Sahobalar to'g'ri yo'lda bo'lishgan shubhasiz haq gap. Ularning hidoyatda bo'lganlariga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari guvohlik berganlar. Sahobalar haqida Qur'oni Karimda Alloh taolo radhiyallohu anhum va radu anh deb marhamat qilgan. Sahobalardan Alloh rozi bo'ldi, ular ham rozi bo'ldi. Shuning uchun sahobalarda haqida gapirganimizda radhiyallohu anhu yoki radhiyallohu anhum deb aytamiz. Ya'ni undan yoki ulardan Alloh rozi bo'ldi deb aytamiz. Shuning uchun sahobalarning to'g'ri yo'lda bo'lganliklari hech bir shubhasiz to'g'ri gap. Ammo 3-hijriy yilda va 4-asrlarga kelib islom ummati parokanda bo'lib, firqachilik va tarafkashlik avj olgan bir paytga to'g'ri keldi. Bunda musulmonlarni sahobalarning yo'llariga birlashtirgan imomlar paydo bo'lishlik ehtiyoji bo'ldi. Ya'ni o'sha paytga kelganda musulmonlar bo'linib ketdi. Har xil yo'nalishlar chiqib ketdi. O'sha Mu'tazilalar, Xavorijlar, Qadariyalar va hokazolar chiqib ketdi. Ana o'sha davrda ham yurtimiz Imom Maturidiy hazratlari yoki Imom Ash'ari hazratlari bular chiqib mana shu ummatni birlashtirdi. Shuning uchun ham mana shu ikki imomdan keyingi ulamolar haqli ravishda Abu Mansur Maturidiyni Imomul Huda deb ataydilar. Butun ulamolar Imom Maturidiy hazratlariga mana shu taxallusni berganlar. Imomul Huda, ya'ni hidoyat imomi.
imomi Ash'ari rahmatullohi alayhida esa Nosiruddin degan laqab bilan ataganlar. Ya'ni dinga nusrat beruvchi, dinga yordam beruvchi deb ataganlar. Mana shu ikki buyuk imomning aqidaviy qarashlari 1000 yildan ortiq davr mobaynida musulmonlarni o'zaro yakdil aqidada birlashtirib kelmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz 1000 yillardan avval ko'tarilgan muammolarni mana shu ikki buyuk olim yo'qotdi. Odamlarni birlashtirdi. Endi agar hozirga kelib Imom Maturidiy noto'g'ri yo'lda, Imom Ash'ariyning yo'li xato degan da'volarni qilayotganlar yana 1000 yil orqaga qaytib yana shu fitnani qo'zg'ayotgan bo'ladi. Ular bizga haq yo'lni ko'rsatib berdilar. Qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri, qaysi sahobaning yo'li, qaysi sahobaning yo'li emas, qaysinisi sunnatga muvofiq, qaysini sunnatga muvofiq emas, hammasini ko'rsatib berganlar bular. Shuning uchun shunaqa taxallus bergan. Birlariga Imomul Huda, bittasiga Nosiruddin dinni yordamchisi degan taxalluslarni bergan bo'lsalar, endi hozirga kelib 1000 yil o'tgandan keyin bularning yo'li xato deyuvchilar chiqyapti. Alloh ularni hidoyat qilsin. Va shuning uchun turli oqimlar kela boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida turli rivoyatlar bir-birini izohlab to'ldirib keladi. Hozir mana savolda zikr qilingan hadisda esa quyidagi rivoyat keltiriladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, Inna bani Isroil iftaraqat ala 71 firqatan deydi. Ya'ni aytadilarki, Bani Isroil qavmi 71 firqaga bo'linib ketdi, tafriqa bo'lib ketdi. Mening ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi. Kullaha finnar, uning hammasi do'zaxdadir, illa vahida, magaram bittasi to'g'ri yo'lda do'zaxda emas. Vahiyal jamoa, mana bu jamoa ahli sunna val jamoadir. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilarki, Bani Isroil qavmi 71 firqaga bo'linib ketgan bo'lsa, mening ummatim 72 firqaga bo'linadi. O'shalardan bittasidan boshqasi do'zaxiy deyaptilar. Ya'ni o'sha do'zaxiy bo'lmagani, to'g'ri yo'lda bo'lgani ahli sunna val jamoa yo'nalishidagi musulmonlar hisoblanadi. Boshqa bir rivoyatda esa payg'ambarimiz aytgan ekanlarki, albatta Bani Isroil 71 firqaga bo'linib ketgan. Bu ummatlar ulardan bir firqa ko'p bo'ladi. Ya'ni ularning hammasi do'zaxiydir deganlar. Faqat Savodul Azam bundan mustasno deyilgan hadislar ham bor. Bu Imom Tabaroniy rivoyatida keladi. Ibn Hajar Haysami sahih isnodida aytganlar. O'sha Savodul Azam kalimasi ham ulkan jamoat degan ma'noni bildiradi. Ulkan jamoat demak bu o'sha najot topuvchi jamoat, bu ayni ahli sunna val jamoa e'tiqodidagilardir. Endi o'rinli savol tug'iladi. Islom tarixida milliardlab musulmonlarni o'zida birlashtirgan, jamlagan eng katta jamoa qaysi edi? Mu'tazilami, Jahmiymi, Qadariyami yoki paydo bo'lganiga hech qancha vaqt bo'lmagan, hozirdan o'zaro ixtiloflarni boshlab yuborgan soxta salafiylarmi? Yo'q. Islom ummatini hozirga qadar jamlab kelgan eng katta jamoa aynan Maturidiylar va Ash'ariylar hisoblanadi. Bu islom tarixidan barcha uchun ma'lum bo'lgan va inkor etib bo'lmaydigan haqiqat. Shuning uchun ham aqoid ilmini mashhur olimlardan bo'lgan Imom Hasan ibn Abi Azaba Ravzatul Bahiyya degan kitoblarda aytadilarki, ahli sunna val jamoaning asosi ikki yirik olimga borib taqaladi. Birlari Imom Abul Hasan Ash'ari bo'lsa, ikkinchilari Imom Abu Mansur Maturidiydir dedilar. Mana shu ikki imomdan qaysi biriga ergashgan kishi aqidasidagi fasoddan, adashishdan salomat bo'lib, hidoyat topgan bo'ladi. Demak, yuqorida savol beruvchi musulmon birodarimizning savollariga javobimiz mana shu. Ya'ni haqiqatda ham firqalar bo'linib ketadi va ularning ichida eng to'g'ri yo'ldagisi ahli sunna val jamoaning ikkita buyuk imomini aqidalar yo'llarida bo'lganlar to'g'ri yo'ldagi odamlar hisoblanadi. Vallohu a'lam bis-savob. Va yana bir savol. Ba'zilar Qur'on tilovat qilishning savobi marhumlarga yetib bormaydi.
bu ish bid'at, faqat duo qilish mumkin demoqda. Shariatimizda bu haqda nima deydi? Bismillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi. Juda qiziqki, mana shu savollar ham keyingi paytda paydo bo'ldi. Ming yillardan beri kelgan an'ana, xalqimizda, yurtimizdagi urf, o'tganlarda haqqiga Qur'on o'qish, o'tganlarda haqqiga ihson qilish haqida hech kim bizga qadar qancha olim, qancha ulamo o'tgan bo'lsa, hech bu haqida ko'tarilmagan masala, afsuski mana shu keyingi paytlarda paydo bo'ldi va eng qizig'i, na o'zida diniy ilmi bor, na bir fiqh ilmini o'rgangan, hech qanaqa ilm o'qimagan odamlar shu kimlargadir ergashib, hatto mana shu ishlarni ham bid'atga chiqarayotgan, bu ishni ham shariatga muvofiq emas deyotganlar bor. Endi shariatimizda bu haqida nima deyilgan? Bugun ochiq aytaylik. Imom Abu Hanifa, Imom Ahmad rahmatullohi alayhimolar aytadilarki, kitoblarimizda Qur'on tilovati kabi badaniy ibodatlarning savobi dunyodan o'tganlarga yetadi deganlar. Maliki va Shofiy mazhabining keyingi asr ulamolari ham shu so'zni ixtiyor qilishgan. Hanafiy mazhabining zabardast ulamolaridan Imom Abu Ja'far Tahoviy o'zlarining kitoblarida aytadilarki, tiriklarning duo va sadaqalardan o'lganlarga manfaat bordir deganlar. Aqidatut Tahoviy kitobida shuni gaplarni keltiradi. Zamondosh olimlarimizdan Dr. Said Abdullatif Fuda aytadilar, mazkur jumlaga sharh berib aytadilarki, Ibnul Hoj Madhal kitobida shu haqida keltiradi. Kim qiroati hech xilofsiz, ya'ni mayitga yetishini xohlasa, shu ishni Alloh qiroatimning savobini falonchiga yetkazgin deb duoga aylantirsin degan ekanlar. Yurtimizda urf bo'lgan marosimlarda ham xuddi mana shunday yo'l tutiladi va bu amal shar'an joiz hisoblanadi. Sahih Buxoriyga sharh yozgan Hanafiy allomalardan Badriddin Ayni kitobida keltiriladi. O'sha jumla bor, ya'ni Imom Abu Davud Ma'qal ibn Yasor radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'liklaringizga Yosin surasini o'qing dedilar. Bu hadisni Imom Nasoiy va Imom Ibn Mojah ham rivoyat qilgan. Qolaversa ushbu rivoyat mayit yonida o'qilgan Qur'ondan manfaat olishga dalolat qiladi va mayit Qur'on qiroatidan manfaat ko'rmaydi deganlarga qarshi hujjat bo'ladi deydi. Bu o'sha Umdatul Qori kitobida keltirilgan. Demak, o'tganlarning haqqiga Qur'on o'qib duo qilishlikni mana bu yuqoridagi ulamolar va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hadislaridan hujjat keltirib, bizni urfimizda ularning haqlariga duo qilishlik aytiladi. Albatta dasturxon boshida Qur'on tilovatini qilish shart, qilmasa bo'lmaydi degan gap noto'g'ri. Lekin biz unda e'tiqod qilmaymizda, balki shu ishni joiz va mandub deymiz, ya'ni odob sanaymiz. Gohida dasturxon boshida qiroatni tark qilib, faqat duo bilan ham kifoyalanish joiz bo'ladi. Albatta dasturxonda Qur'on o'qilish kerak degan gaplari yo'q. Ammo lekin kimdir Qur'on o'qib, o'sha Qur'ondagi beriladigan Qur'on tilovati uchun beriladigan savobni o'tgan marhumlarga bag'ishlasa, bu shar'an joiz. Boshqa amallarda ham shunday bor. O'zi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga bir sahoba kelib, "Men onamning nomidan haj qilsam bo'ladimi?" deganlarda, "Ha" deganlar. Mana haj badal qiladi-ku. Qarang, mana shu o'tganlarda haqqiga Qur'on o'qib bag'ishlash mumkin emas, ularga savobi bormaydi deb da'vo qilayotganlarning o'zlarini ham aksarlari haj badal qiladilar. Haj badal bu demak bu ham bitta ibodat. U ibodatini o'sha odamning nomidan qilib savobini bag'ishlayapti. Xuddi shuningdek Qur'on tilovat qilishlik ham bir ibodat. Agar uni xolis Alloh uchun qilsa va uni savobini o'tganlarga bag'ishlasa, albatta manfaat bo'ladi. Abdurrahmon ibn Alo ibn Lajlajdan, u kishi esa otasidan rivoyat qilingan hadis bor. Aytadilarki, "Ya bunayya, o'g'ilcham, agar vafot etsam, meni lahadga qo'ygin. Lahadimga qo'yib bo'lgach, Bismillahi va ala millati Rasulillah deb ustimga tuproq tortgin. Keyin bosh tomonimda Baqara surasini avvali va oxirini o'qigin. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shunday deganlarini eshitganman" deydilar. Bu Imom Tabaroniyda rivoyat keladi. Shuningdek Ibn Mojah payg'ambarimiz alayhisalom o'tganlar haqqiga Fotiha surasini o'qishni buyurganlarini ham rivoyat qiladi.
Ya'ni bunday hadislar juda ham ko'p. Agar hadis ilmiga qaraladigan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhissalom o'tganlarda haqqiga Qur'on o'qib duo qilishlik haqida juda ham ko'p gaplarni gapirganlar. Demak, bu narsani bid'at deyotganlar hech qanday bir asossiz ma'lum bir odamlarda fikrlardan kelib chiqib aytyaptilar. Vallohu a'lam bisavob. Maxfiy namozlarni jahriy o'qibman, ularni qayta o'qishim kerakmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Yolg'iz namoz o'qiydigan kishi bomdod, shom va xufton namozlarini qiroatini istasa ovoz chiqaradi, istasa ichida qiroat qiladi. Chunki kitoblarimizda val munfarid muhayyar degan gap bor, o'sha muxtasarda ham keladi. Yolg'iz o'quvchi ixtiyor qiladi. Xohlasa chiqaradi ovozini, xohlamasa chiqarmaydi. Bu yolg'iz o'qiyotgan odamdek. Endi agar namozda jamoat bilan ado qilinadigan bo'lsa, unda o'sha bomdod, shom, xufton namozida ovoz chiqarib o'qish imom uchun vojib bo'ladi. Peshin va asr namozlarida esa yolg'iz o'qigan ham ovoz chiqarmaydi, jamoat bilan o'qigan ham ovoz chiqarmaydi. Ovoz chiqarmasdan o'qiladigan namozlarda jahriy o'qib qo'ysa yoki bo'lmasa aytaylik bomdod, shom, xufton namozlarini jamoat bilan o'qiyotganda ovoz chiqarmasdan o'qib qo'ysa, bu tarki vojib hisoblanadi. Bunday holatda imom sajda sahv qiladi va imomga ergashgan jamoat ham sajda sahv qiladi, lekin namozni qayta o'qimaydi. Vallohu a'lam. Keyingi savol, masjidlarda ikkinchi jamoat qilish mumkin emasmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Imom va muazzin tayin qilingan hamda qavmi bo'lgan masjidlarda jamoat namozini ado qilingach, boshqa odamlar ikkinchi jamoat bo'lib avvalgi imomni mehrobida azon va takbir aytib namozni ado qilishlik makruh degan kitobda. Mana safarlarga chiqqanda ko'ramiz yoki mana haj umralarda, yo'llarda, bunaqa joylarda, ya'ni alohida bir imomi yoki muazzini tayin qilinmagan, shunchaki bir namozxona kim o'tib ketayotgan bo'lsa, o'qiydigan bo'lsa, o'sha joyda hamma yana kirib jamoat bilan o'qib ketsa bo'laveradi. Vallohu a'lam bisavob. Hojat namozining o'qilish tartibini aytib bersangiz, debdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hojat namozi bu nafl namozlar turkumiga kiradi. Ya'ni nafl degani farz ham emas, vojib ham emas, ixtiyoriy o'qiladigan namozlar bo'lib, inson biror bir Allohga hojati tushganda o'qiladigan namoz. Bu shariatimizda bor, ruxsat bo'lgan namoz hisoblanadi. Uni 2 rakat yoki 4 rakat o'qish mumkin deyiladi. Hojat namozini o'qish tartibi hadisda keltirilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida ochiq keltirilgan uzun hadis bor bu haqida. Foid ibn Abdurrahmon ibn Abdulloh ibn Abi Avfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bor. Payg'ambarimiz alayhissalom chiqib bunday dedilar. Ya'ni Rasulullohning gapini yetkazganlar. Kimni Allohga va odam bolalaridan birortasiga hojati bo'lsa, yaxshilab tahorat qilib, so'ngra 2 rakat namoz o'qisin. Keyin Allohga sano, payg'ambar alayhissalomga salovat aytsinda, keyin quyidagi duoni qilsin. La ilaha illallahu halimul karim. Subhanallohi robbil arshil azim. Alhamdulillahi robbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik va azaimi maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. La tada' li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridan illa qadayta ya arhamar rohimin desin dedilar. Imom Termiziyda rivoyat qildi. Ya'ni duoni ma'nosi quyidagicha bo'ladi. Halim va Karim Allohdan o'zga ibodatga sazovor ma'bud yo'q. Ulug' arshning Robbisi Alloh pokdir. Olamlarning Robbi Allohga hamdlar bo'lsin. Men sendan rahmatingni vojib qiluvchi, mag'firatingni taqozo qiluvchi narsalarni so'rayman. Barcha yaxshiliklardan nasiba, barcha yomonliklardan salomat bo'lishni so'rayman. Mening hech bir gunohimni qo'ymay mag'firat qilgin. Hech bir g'amimni qo'ymasdan kushoyish bergin. O'zing rozi bo'lgan hech bir hojatimni qo'ymay, albatta
ravo qilgin ey rahmlilarning rahmlisi degan ma'no bor. Buni o'zbekcha duosini aytsa ham bo'ladi ma'nosini. Ayni mana shu duoda aytsa, demak hadisdan ko'rinib turibdiki, kishi 2 rakat namozni o'qigach, Alloh taologa hamd, payg'ambarimizga salovat aytib, o'sha duoni aytilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Uni agar arabiysini yodlab, arabiysini aytsa juda ham afzal. Agar arabiysini ayta olmasa, o'zbekchasini aytishlikka ham ruxsat bo'ladi deyilgan. Allohu a'lam bisavob. Navbatdagi savol: namozdan keyingi zikrlar qanday aytiladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Namozdan keyingi tasbihlar haqida payg'ambarimiz alayhissalomning o'zlarining hadislari bor. Rasulimiz alayhissalatu vassalam aytadilar: kim har namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar desa, bu 99 ta bo'ladi. 100-chisida Allohdan o'zga iloh yo'q, u yakka yaganadir, uni sherigi yo'q, mulk unikidir, maqtov ungadir, u hamma narsaga qodirdir desa, agarchi gunohlari dengiz ko'pigicha bo'lsa ham kechiriladi. Bir xilgilar o'sha sunnatdan oldin qilish kerak buni deydi, lekin aytaylik namoz farzini o'qib bo'lgandan keyin jamoat bilan Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta va taala ya dal jalali val ikrom da aytib, keyin boshqa so'zni qo'shmasdan oradagi sunnatni o'qib, ana bundan keyin bu tasbihlarni aytsa yanada ma'qul bo'ladi. Shu bizning yurtimizdagi amal qilinib kelgan fatvo shunga bo'ladi. Vallohu a'lam. Safarda bo'lganimda jumaning o'rniga peshin o'qiymanmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Juma namozi bu boshqa namozlardan farqli o'laroq jumani o'qishlik uchun o'zining shartlari bor. O'sha shartlari topilish kerak aslida. Musofir bo'lgan odamga juma namozini ado qilmaslikka ijozat bor. Unga vojib bo'lmaydi. Mabodo o'qisa zarar yo'q, lekin unga vojib emas. O'shini o'rniga peshinni jamoat bilan o'qishlari makruh va tahrimi deydi. Bu holat xoh juma o'qilishdan oldin bo'lsin, xoh jumadan keyin bo'lsin, ular jamoat bilan peshin o'qimaydilar. Durrul Muxtor kitobida bu haqida alohida o'zini qavlini keltirganlar. Ya'ni uzrli kishilar deydi, ya'ni ko'zi ojiz bo'lsin, yura olmaydigan, bemor, mahbus yoki musofir kishilar juma o'qiladigan yerlarda xoh jumadan oldin bo'lsin, xoh jumadan keyin bo'lsin, jamoat bilan peshin o'qimaydilar. Vallohu a'lam bisavob. Ahli tartib kishi peshinni qazo qildi. So'ng asr vaqti kirdi. Shunda qay biri avval o'qiladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Fiqda bir ibora bor, ahli tartib degan. Mana shu ahli tartib bo'lgan odamga boshqacharoq talab qo'yiladi. Agar kishi ahli tartib bo'lsa, ya'ni ahli tartib degan nima degani? U zimmasidagi qazo namozlarini 6 mahalga yetmagan, ya'ni birdaniga bir kunda hammasini qazo qilmagan hayotidagi odamni ahli tartib deydi. Namoz farz bo'lganidan beri, balog'atga yetib namoz farz bo'lganidan beri o'sha 6 mahal, o'sha fitr bilan hisoblaganimizda hammasini birdaniga tark qilmagan odam ahli tartib bo'ldi. Mana shunaqa agar ahli tartib kishi bo'lsa, u namozini oldin qazosini o'qib, keyin vaqti kirgan namozni o'qish shart bo'ladi. U tartibga rioya qilish kerak. Misol uchun ahli tartib kishi bomdod namozini qazo qilib qo'ydi, bomdodni o'qimadi, keyin peshin namozini o'qisa, peshin namozi durust bo'lmay qoladi. U oldin o'sha bomdodni qazosini o'qib, keyin peshinda o'qish kerak. Lekin ahli tartib bo'lmagan odam bo'lsa, qanday holatda o'qisa bo'laveradi. Uni ixtiyorida. Ahli tartib bo'lmagan odam oldin aytaylik qazoni o'qib keyin uni o'qishligi ma'qul. Lekin agar mabodo namoz vaqti bemalol bo'lib chiqib ketishligi xavfi bo'lmasa, oldin qazosini o'qib, keyin kirgan vaqtini o'qisin, bo'lmasa xohlasa buni o'qib keyin o'qisa ham bo'laveradi. Vallohu a'lam. Hazrat, hojat namozini o'qib farzandim uchun Allohdan shifo so'rasam bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hojat namozi bu nafl namozlardan bo'lib, inson Allohdan hojatini so'ramoqchi bo'lsa o'qiladigan namoz hisoblanadi.
u 2 rakat bo'lsin, ba'zan 4 rakat ham bo'lsin o'qiladi va payg'ambarimiz alayhissalom bu haqida hadislar aytgan, o'qishlikka ruxsat bergan va uni ichida o'zi duolari bor, o'sha duolari bilan birga qilinadi. Buni o'qib har qanday hojatni so'rasa bo'ladi. Aytaylik, shifo so'rasa ham bo'ladi, boshqa bo'lsa ham bo'ladi. Ya'ni Allohdan nimaiki hojati bo'lsa, namoz o'qib, o'sha hojat namozini o'qib duo qilsa bo'ladi. Faqatgina bemorlarni ham tibbiy nuqtai nazardan tibbiyotga ham ko'rsatish kerak. Bir tomondan muolajasini qilishlik kerak, ikkinchi tomondan duolarni qilib borish kerak. Ya'ni sababini qilish kerak. Yana ham tushunarli qilib aytsam, bemorga avval dorini berib, uni orqasidan Allohdan shifosini so'rash kerak. Vallohu a'lam bisavob. Qazo namozlarimni qay tartibda o'qisam to'g'ri bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Qazo namozimni o'qiyman deb harakat qilayotgan namozxon birodarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Albatta bu juda katta maqtanarlik narsa. Chunki qazo hech qachon odamni gardandan soqit bo'lmaydi. Ya'ni namozni albatta ado qilish kerak. O'qimasa soqit bo'lmaydi. Uni o'qish kerak. Qazo bo'lganini qilishlik kerak. Lekin ko'p yillar o'qilmagan qazosi bo'lsa, buni aytaylik qiynalib kimlardir o'zi daftar qilib, boshqa qilib, hisoblab yurib, malol keltiradigan darajada qilib qo'ymaslik kerak. Har bir namozdan keyin bittadan qazoni o'qib ketsa bo'ladi. Namoz o'qishlik makruh bo'lgan paytlarda ham qazo o'qisa bo'ladi. Ammo namoz o'qishlik harom bo'lgan, aytaylik qiyom mahalda, kun tikkaga kelish yoki botishliklarda qazoda ham o'qib bo'lmaydi. Boshqa payt aytaylik asrdan keyin shomgacha nafl namoz o'qish mumkin bo'lmasa-da, lekin qazo namoz o'qishlik mumkin. O'sha paytlarda qazolarda o'qib ketishlik kerak. Vallohu a'lam bisavob. Yana bir savol. Jahriy namozlarda qiroat va tasbihlarni ovoz chiqarib aytaman. Bu bilan yonimdagilarni chalg'itib qo'ymayapmanmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Namozda jahriy yoki maxfiy degan hukmlar qiroat, ya'ni Fotiha va Zam suraga tegishli. Bu farz namozlarda ba'zan vojib, ba'zan esa ixtiyorli bo'ladi. Aytaylik, bomdod, shom, xufton namozlari bu jahriy namozlar hisoblanadi. Bunda jahriy o'qishlik yolg'iz o'qiyotgan odam uchun ixtiyorli, lekin jamoat bilan o'qiyotgan odam uchun vojib hisoblanadi. Mana namozda turadi, Alloh akbar deydi, jim labi ham qimirlamaydi. Bu odam o'qiyotgan hisoblanmaydi. Aslida namozda labi va til yordamida harflarni talaffuz qilishligi kerak. Bu namozdagi barcha zikrlar, tasbih bo'lsin, qiroat bo'lsin, duolar hammasi shunday. O'zi eshitsin, o'qiyotgan odam o'zi eshitadigan darajada o'qishligi kerak bo'ladi. Demak, bomdod bo'lsin, shom bo'lsin, xufton namozlari bo'lsin, farzlarini avvalgi 2 rakatida Fotiha va Zam surani ovoz chiqarib o'qishda, jamoat bilan o'qiganda bu imomga vojib bo'ladi. Yolg'iz o'qiganda esa ixtiyoriy bo'ladi dedik. Agar u yonidagi odamlar eshitadigan darajada o'qiyotgan bo'lsa, u jahriy o'qiyotgan hisoblanadi. Agar labini qimirlatmasdan o'qiyotgan bo'lsa, bu qiroat qilmayotgan hisoblanib qoladi. Savol bergan birodarimizni shuni tushundimki, ba'zan yonimdagilarga xalaqit qilib yuboraman deyaptilar. O'shuning uchun yonidagilarni e'tiborga olishligi, aytaylik ularni chalg'itmasdan o'zi eshitadigan darajada qiroat qilishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam bisavob. Muftiy hazrat, onam umrada sayni betahorat qilgan ekanlar. Endi qo'y so'yishimiz kerakmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Safo va Marva oralig'ida qilinadigan amal, ya'ni sa'i deb ataladi. Kimki bu sa'ini tahoratsiz qilib qo'ysa, bu odamga qo'y so'yish vojib bo'lmaydi. Shuning uchun onangizning ibodati to'g'ri hisoblanadi. Agar betahorat sa'i qilgan bo'lsa ham, ularni sa'i o'tgan bo'ladi va bu ularga qo'y so'yishni vojib qilmaydi. Vallohu a'lam bisavob. Keyingi savol, savdoda tovar ustiga qancha foyda qo'ysam to'g'ri bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Shariatimizda savdogarlar uchun savdo moliga aniq bir belgilab qo'ygan foiz yo'q. Mana shunchadan qimmat sotmasin. Aytaylik, bir olgan narsasi 10 so'm bo'lsa,
uni ustiga mana shuncha qo'yib sotishlikka haqqi bor degan narsa yo'q. Qancha qo'yishlik, qo'ymaslik bu o'sha bozordan kelib chiqib, aytaylik masofa bor, bu yerda boj bor, soliq bor, o'sha hammasini hisobga olib qo'yiladi. Bitta qoidani aytadi kitoblarimizda hammasida, savdogar sotayotgan moliga qo'yadigan foydasini qoidasi uni insofidan kelib chiqib. Payg'ambarimiz alayhissalom tijoratchilarni juda ham maqtaganlar. Sodiq tojir, ya'ni rostgo'y tojirlar jannatda anbiyolar bilan turishligi haqlaridagi ma'noda aytgan hadislari bor. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam eng yaxshi kasb bu savdogarlik kasbi dedi. Nima uchun? Chunki odamlarni og'irini yengil qiladi. Shu nuqtai nazardan savdogarlarimiz narx qo'yishlikda bir oz insofiga qarashliklari maqsadga muvofiq. Vallohu alam bisavob. Chaqaloqni tug'uruqxonadan olib chiqishda katta dabdabalar qilish urf bo'lmoqda. Shu to'g'rimi? Bismillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Endi albatta bu achinarli holat. Kundan kunga yangi bid'atlarni, yangi shunaqa odatlarni chiqarib borishlik bu juda katta gunoh hisoblanadi. Chunki boshqalarda mashaqqatga qo'yib qo'yiladi. Qolaversa, farzand ko'rishlik bu juda katta ne'mat. Har bir inson borki, bu dunyoda farzand ko'rishlikda orzu qiladi. Lekin o'sha farzandni, chaqaloqni tug'uruqxonadan olib chiqishlikda mana bunaqa dabdabalar qilishlik, hatto u yerga aytaylik maxsus avtoulovlarni olib borib, limuzinlarni olib borib, karnay surnaylar bilan qanaqadir bir hayvonlarni kiydirib, o'yinlarga tushirib, mantiqan va aqlan olib qaraganda bu o'sha go'dak uchun hech narsa bermaydigan narsa. Bu isrofdan boshqa narsa emas. Qolaversa, o'sha tug'uruqxonada yotgan boshqa bemorlarga, u yerdagilarning ko'pchiligiga ozor bo'ladi. Va ba'zi birlarni esa qalbiga ham ozor beradi. Aytaylik, bilmasdan insonchilik ko'rib, orzu qilib, havas qilib, meni ham turmush o'rtog'im shunaqa qilsa bo'lardi degan bir ayol bo'lib qolishi mumkin. Aytaylik, uni iqtisodi ko'tarmaydi, u faqir bo'lishi mumkin, kambag'al bo'lishi mumkin. Mana shularda qalblariga ham ozor bo'ladi. Shuning uchun eng yaxshisi shukr qilib, bolani olib chiqib, shariatimiz ko'rsatganidek uni qulog'iga azon iqomatini aytib, Alloh qodir qilsa aqiqa qilib shukr qilishlik kerak. Boshqa narsa talab qilinmaydi. Vallohu alam bisavob. Hazrat, eng ko'p so'ralayotgan savollardan biri, ota-onadan kelib so'kkan kishiga qanday javob qaytaraman? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Islom dini azizlar, bu nihoyatda xulq ustiga, husni xulq ustiga qurilgan din. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, bu'ithtu li utammima makarimal axloq deydilar. Men o'sha barcha mukarram bo'lgan axloqlarni, xulqlarni eng yaxshilarini oxiriga, itmomiga yetkazish uchun yuborgan payg'ambarman deydilar. Ya'ni o'zi bizdan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan oldingi payg'ambarlar davridan beri kelayotgan qancha odoblar bo'lsa, mana shu odoblarni ham eng oxiriga yetkazib qo'yishlik uchun yuborilgan payg'ambarman deydilar. Eng birinchi xulq va odob bo'lish kerak. Musulmonni so'kishligi aslo durust bo'lmaydi. Sibabul muslimu fisqun deydi. Musulmonni so'kmoqlik fosiqlikdir. Bu narsani qilib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamda hadislari bor. Ular aytadilarki, sen onangni so'kmagin degan ma'noda aytgan gaplari borda. Onangni so'kmagin deganda sahobalardan birlari hayron bo'lib, inson o'zini onasini ham so'kadimi deganlarida, ha, sen boshqasini onasini haqorat qilishsang, u ham senga javob qaytaradi, ya'ni sen onangni so'kkandek bo'lasan deganlar. Shu ma'noda sizni birortasi so'ksa, siz ham shunga mana shunday javob qilmasligingiz kerak. Kim haqorat qilsa ham, boshqa qilsa ham aynan o'sha holatda javob bermasligimiz kerak, balki insofga, tavfiqqa chaqirishimiz kerak. Umuman musulmon odam so'kog'ich bo'lishlikdan, haqoratli so'zlarni aytishlikdan saqlanishligi lozim bo'ladi. Vallohu alam bisavob. Qiyshiq tishlarni briket yordamida to'g'irlash gunohmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Siz noto'g'ri ish qilmagansiz. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam insonni xilqatini o'zgartirishdan qaytarganlar. Lekin u qaytarish, aytaylik, kasalligi yo'q, biror bir
u odamda bir kamchiligi yo'qu, shunchaki bir o'zini o'zgartirish, yanada ziynatlash uchun biror joyini o'zgartirish mumkin emas. Lekin siz aytgandek tishlari, qoziq tishlari chiqib ketgan yoki o'sha tishlaridagi bemorligi sababli uni to'g'rilashga o'sha briket qo'yishlik yoki boshqa vositalar bilan foydalanishlik natijasida shifo maqsadida qilinishlikda gunoh yo'q. Bunga shariatimiz ruxsat beradi va bundan tashqari boshqa a'zolarda ham mana shunaqa kamchiliklari bo'lsa, kasalliklari bo'lsa, buni to'g'rilashlik uchun plastik jarrohlardan foydalanishlikka ham ruxsat beriladi. Barcha xalqimizni bunaqa kasalliklardan o'zi saqlasin. Vallohu a'lam bisavob. Qiz farzandimni o'qitmoqchi edim. Bir tanishim qiz bola o'qim nima qiladi? Ayol kishining vazifasi uy ishlari va farzand tarbiyasi bilan band bo'lishi kerak dedi. Shu to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Farzand o'g'ilmi, qizmi, albatta uni o'qitish, ta'lim berish ota-onani burchi, vazifasi hisoblanadi. Islom dinida ilm olishlikda qiz bolani, o'g'il bolani ajratmagan. Balki biz bilamizki, ilm talab qilishlik har bir erkak va ayolga bab-barobar farz qilingan. Shuning uchun albatta qizlarni ham, o'g'il bolalarni ham o'qitishlik lozim bo'ladi. Ayniqsa bugungi jamiyatda mana shunday savollar juda ham ko'p berilyapti. Go'yoki qiz bola o'qish kerak emas, qiz bolaga ta'lim nima hojat degan gaplarni gapirishlik bu o'ta johil gaplar. Aslida ulamolar aytadilarki, aytaylik bir insonda ikkita farzandi bor. Bir o'g'li, bir qizi bor-u, faqat bitta farzandini o'qitishga yetadigan mablag'i bo'lsa, qaysinisini o'qitsin desa qizini deydi. Nima uchun desa, chunki agar qiz o'qisa, u ona bo'ladi. Ona ilmli bo'lsa, ona salohiyatli bo'lsa, undan mana shunaqa ilmli, salohiyatli farzandlar ko'payadi. Jamiyatda ayollarni ham o'zini o'rni bor. Buni to'g'ri tushunish kerak. Hozir qaysi sohani qarasak, o'sha sohada ayollarga ehtiyojimiz bor. Aytaylik tibbiyot bo'lsin, yoki ta'lim bo'lsin, yoki boshqa sohalar bo'lsin, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar ayollarda yordamiga ehtiyojimiz bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlari mana shunga ruxsat berganlar. Oysha onamiz mana bilasizlarki, hadis rivoyat qilish bo'yicha eng ko'p rivoyat qilgan sahobalar qatorida turadilar. Yana boshqa onalarimiz bor, mana shunaqa ilmu ma'rifatlik. Shuning uchun ham dinimizda albatta qizlarni ta'limiga e'tibor berish kerak. Savol bergan birodarimizdan Alloh rozi bo'lsin va albatta qizini ilmli, ma'rifatli qilib yurtga, xalqqa foyda yetkazadigan qilishligingiz siz uchun juda katta savoblar bo'ladi inshaalloh. Ba'zi insonlar qabristondagi qabrlar ustiga Qur'on tilovat qilib turuvchi jihozlarni o'rnatib qo'ymoqdalar. Shu ishni qilish joizmi? Ushbu tilovatdan mayitga savob yetadimi? Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatda men ham shohidi bo'ldim. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdim. Ota-onasini qabri ustiga maxsus moslama bilan Qur'on tilovatini qo'yib qo'yaptilar. Balkim savob umidida qilayotgandir. Lekin har bir qilayotgan ishini tagida shunga shariat nima deydi degan savolni berish kerak. Mana hozir juda ham to'g'ri savol beribdi. Savol berguvchi birodarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Qabrni tepasiga Qur'onni qo'yib qo'yishlikda shariat hech ham buyurmagan va bunga savob yo'q, bu balki bid'at bo'ladi. Qur'onni aslida Qur'onni eshitish kerak. Agar Qur'on o'qilinsa, unga quloq soling, jim turing, shoyatki rahim qilinsangiz deydi Alloh taolo Qur'onda. Ushbu oyati karimada ko'rinib turibdiki, Qur'on o'qiganda uni eshitishlik, unga quloq solishlik, unga tafakkur qilib o'tirishlik kerak bo'ladi. Bu alohida bir Qur'onni eshitishlikka bo'ladigan savob. Lekin mayit uchunchi, mayit uchun aslida o'tganlarni haqqiga Qur'on tilovat qilib baxshida qilish bor. Bizning Hanafiy mazhabimizda, xususan bizning ahli sunna val jamoa mazhabida bunga ruxsat bergan fatvolar bor. Ya'ni bir ibodat masalasi ma'nosida. Aytaylik, Qur'on o'qishlik bu ibodat. Mana shu qilgan ibodatiga berilajak savobini ota-onasiga bag'ishlab qo'yishlik, ya'ni ota-onasining savob daftariga yozib qo'yishlikni so'rab duo qilishlik bor. Xuddi
aytaylik haj badal qilib bergani kabi yoki ota onasini nomidan sadaqa qilgani kabi, xuddi shuningdek Qur'on tilovat qilib ularning haqqiga bag'ishlab duo qilsa bo'ladi. Lekin qabrni tepasiga Qur'onni qo'yib qo'ysa, bundan mayitlarga hech qanday savob yo'q. Shuning uchun bunday narsani qilishlik, o'sha jihozni olib o'sha yerga qo'yishlik ham Qur'onning hurmatini ketkazadi. Chunki hali aytib o'tganimdek, Qur'on tilovat bo'lganda eshitish kerak, quloq solish kerak. Qolaversa, shariat buyurmagan yangi bir bid'atni kirgizgan bo'ladi. Va bu aksincha savobni o'rniga gunohlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu narsalarni qilmaslik kerak. Balki ota-onasini nomidan ehsonlar qilsin, ularning haqqiga o'zi duo qilsin, qabrlarni borib tez-tez ziyorat qilib tursin. Mana bu narsa ko'proq savob bo'ladi. Keyingi savol: men piyoda haj qilmoqchiman. Bu masalaga dinimiz nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Avvalo haj ibodatini o'zini nima ekanligini bilish kerak. Biz bilamizki, haj ibodati bu o'sha islomning 5 arkonidan bittasi. Buniyal islamu ala khamsin. Islom 5 ustun ustiga qurilgan: iymon, namoz, roza, zakot, haj deb mana shu haj islomning bir rukuni hisoblanadi. Endi hamma ibodatlar uchun shariat tomonidan ma'lum talablar qo'yiladi, shartlar qo'yiladi. Hammaga ham haj qilishlik farz bo'lmadi. Chunki bu narsani hozir tushuntirishimizning sababi juda ko'pchilikning nazdida hamma haj qilish kerak, har bir odam borki hojiga borish kerak degan tasavvur bo'lib qoldi. Yo'q azizlar, Qur'oni Karimda ham Alloh taolo man istata'a ilayhi sabila degan. Ya'ni haj qilishlik farz bo'ladi, kimni qudrati yetsa. Biz aslida istata'a so'zi bu keng ma'no. U nafaqatgina qodir, masalan, iqtisodiy qodir bo'lsa, jismoniy qodir bo'lsa, yo'li ochiq bo'lsa, navbati kelsa, hamma sharoitlari bo'lib turgan odamga farz. Lekin aytaylik sog'ligi yaxshi emas, mablag'i yo'q, navbati kelmayapti, bu odamga haj farz emas. Agar bu odam haj amalini bajarmasa gunohkor bo'lmaydi. Haj amalini bajarishlikdan maqsad Allohning buyrug'ini qilib gunohdan qutulish. Shuning uchun Alloh uchun qilinadigan amalda agar Alloh buni qodir qilmagan bo'lsa, qiyomatda sen nega haj qilmading deb savol javob qilmaydi. Juda ko'pchilikning nazdida hamma qilish kerak deb o'ylayapti. Yo'q azizlar, bu faqatgina qodir bo'lgan odam haj qiladi. Endi savol beruvchining savoliga kelsak, o'zi aytaylik o'sha transportda borishlikka imkoniyati yo'q, mablag'i yo'q bo'lsa ham, hozir shunaqa bo'lib qolyaptiki, men yayov ketaman yoki bo'lmasa velosipedda ketaman yoki boshqa ulovlarda ketaman degan gaplar bo'lyapti. Bizni Hanafiy mazhabimiz ulamolari, xususan Imom Azam rahmatullohi alayhi, yayov piyoda hajga borishlikni makruh deganlar. Nima uchun bunday desa, odam piyoda yurganda toliqadi, charchaydi va asabi buziladi, natijada ibodatdan malollanadi. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari o'sha safarga, umraga chiqqanlarida bir odamni piyoda charchab ketayotganini ko'rib, bu nima holat deganda, bu odam mana shunday piyoda ketishlikda nazr qilgan ekan deganlarda, nazrdan qaytsin deganlar. Bunaqa qilib Alloh taoloning huzuriga borilmaydi, markabga minsin, ya'ni ulovga minsin deb tanbeh bergan ma'nodagi hadislari bor. Shuning uchun ulamolar aytadiki, odam o'zini mashaqqatga qo'ymaslik kerak. Dinimiz azizlar mashaqqat ustiga qurilmagan. Dinda mashaqqat yo'q. Hech bir mashaqqat yo'q. Agar qodir bo'lmasa bormasin. Lekin hozir piyoda borsa, aytaylik yoki velosipedda borsa, to'g'risi yo'llarda tilamchilik qilyapti, yo'llarda odamlardan pul so'rayapti. Bu narsalar aslo durust bo'lmaydi. Shuning uchun hozir imkoniyatlar alhamdulillah ochildi. Mana hajga bo'lsin, umraga bo'lsin, bemalol xohlasa aytaylik davlat tomonidan, diniy idora tomonidan, xohlasa ruxsat etilgan litsenziyasi bor bo'lgan sayyohlik firmalaridan bemalol umraga borsa bo'ladi. Shuning uchun biz mana bunday o'zini qiynab, mashaqqat, mushkul bilan chiqmoqchi bo'lganlarni bu yo'lda bormasliklarini tavsiya qilib boramiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd, Qur'ondan ma'no chiqarish degani bu juda ham chuqur bir ilm hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p shunaqa savollar berilyapti. Faqatgina arab tilini o'zini bilishlik kifoya qilmaydi. Balki o'sha aytaylik arab tilini qonun qoidalari, ya'ni grammatikasini, sarf nahvni yaxshi bilishligi kerak, mantiq ilmini bilishlik kerak, balog'at ilmini yaxshi bilishlik kerak, fasohat ilmini yaxshi bilish kerak, sababi nuzullar, ya'ni oyatlarni nozil bo'lish sabablari, nosix va mansux oyatlarda, muhkam oyatlarda hamma o'sha ulumul Qur'on, ya'ni Qur'on ilmiga taalluqli bo'lgan hamma ilmlarni o'rgangandan keyin oyatni o'shinisini o'rganib turib ham hech kim mustaqil ravishda undan hukm yoki fatvo olishga haqqi yo'q. Chunki uni fatvolarni fiqhdan, faqihlarning so'zidan, mana mazhab boshlarimizning fatvolaridan olinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tabarruk hadislari bor. U zot aytadilarki, kim Qur'onga o'zicha ma'no bersa, do'zaxdan o'ziga joy tayyorlabdi degan hadislari bor. Bu juda og'ir narsa. Hozirgi kunda o'zicha Qur'onga ma'no berish yoki Qur'ondan hujjat keltirish holatlari ko'payib ketyapti. Buni arabcha biladigan-diku qo'ying, hatto arabcha bilmaydigan odam o'sha Qur'onda tarjimasini olib ham o'ziga o'zi hukm chiqarib, o'ziga o'zi fatvo chiqarib yurishlari bor. Bu juda ham katta falokat desak ham bo'ladi. O'zi uchun o'sha odamni fatvo chiqarish, hukm chiqarishlik uchun albatta mo'tabar mazhabimizga, mazhab ulamolarining fatvolariga qarashligi lozim bo'ladi. Ayrim shubhali shaxslar chet elda turib, turli diniy savollarga javob berishmoqda. Biz ularni tanimasak, ular haqida ma'lumotga ega bo'lmasak ham ulardan fatvo so'rash to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Ammo ba'd, yaxshi savol beribdilar. Fatvo masalasi, biror bir ilmni o'rganish masalasi o'ta nozik masala. Lekin shar'iy qonun qoida shuki, fatvoni, masalani, ilmni bilgan, ko'rgan, tanigan odamdan olinadi. Hammadan ham olinmaydi. Ayniqsa hozirgi savolda berilgandek, internetlarda ko'radigan bo'lsak, juda ko'pchiligi o'zi ko'rinmaydi. O'sha savol javob qilayotgan yoki ma'viza qilayotgan odamda o'zi ko'rinmaydi. Qandaydir bir surat qo'yib qo'yadi. U surat ham o'sha shaxsnikimi yoki yo'qmi, buni ham bilmaymiz. Endi hozir hamma bilib turibdi, sun'iy intellekt degan narsa kuchayib ketgan, balkim kimdir ovozini chiqarib qo'yyapti. Buni ham bilmaymiz. Hozir ayni biz o'zimizni ovozimizda qilib ham chiqarib qo'yishligi mumkin. Kerak bo'lsa, ko'rinishni ham qilib beryapti. Shuning uchun butun dunyo ulamolari, bitta bizni O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi emas, butun dunyo ulamolari mana shu masalada fatvo olishlikda o'zi bilgan, o'zi tanigan odamdan ilm olsin deydilar. Imom Malik rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, men Madina-i Munawvarada Masjidun Nabaviyda ustunga suyanib turib ma'viza qilayotgan 70 ta odamni ko'rdim. Lekin birortasidan fatvo olmadim, ilm olmadim degan ekanlar. Chunki ular tanimaydi. U mazhabi boshqa bo'lishi mumkin. Ayniqsa hozir arab tilida ma'vizalarni ham o'zbekcha tarjima qilib qo'yishyapti. Arab tilidagi savol-javoblarni ham o'zbekchaga tarjima qilib qo'yishyapti. Uni aytayotgan odam umuman bizning Hanafiy mazhabida to'g'ri kelmaydi. Tahorat bobida, ibodat bobida butunlay boshqacha aytayapti. Natijada odamlar orasida tafriqa, bir-birini tushunmaslik paydo bo'ladi. Hozir alhamdulillah bizni O'zbekiston musulmonlar idorasida fatvo markazi bor. Mana hozirgidek onlayn savol-javoblar qilyapmiz. Bemalol savol bersalar bo'ladi va biz har bir berayotgan savollarimizga hujjatimiz, dalilimiz bilan javob berib boryapmiz. Agar savol-javoblari bo'lsa, bemalol mana shu bizni fatvo markaziga murojaat qilishlari kerak. Keyingisi, shom namozidan keyin kasal ko'rgani borgan edim. Bemorning yaqinlari shomdan keyin kasal ko'rilmaydi deb meni uning oldiga qo'yishmadi. Shu to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Kasal ko'rishlik bu yaxshi amal. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam mo'minning mo'mindagi haqlarini bir nechtasini sanab berganlar. Salom bersa alik olishlik, da'vat qilsa, biror joyga taklif qilsa borishlik, aksa urib alhamdulillah desa unga javob qaytarishlik va shuni ichida i'adatul marid deydi, ya'ni
borib kasalni ko'rishlik. Bir odam kasal bo'lsa, uni borib ko'rishlik musulmondagi haqqi hisoblanadi. Qolaversa bu juda ham savob amal, ko'ngil so'rash. Endi hozir savolda aytilgandek, shomdan keyin bemorlarni ziyorat qilsa bo'ladimi degan savolga kelsak, aslida shariatda shomdan keyin ham, ya'ni kechqurun ham, kunduzi ham o'sha bemorni ko'rishlikka ruxsat bor. Hazrati Ali radhiyallohu anhuning rivoyat qilgan bir hadislari bor. Aytadilarki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi gapni eshitdim", deydilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlarki, "Man aada maridan bakran shayyahu 70,000 malak" deganlar. Ya'ni bir odam ertalab bir kasalni ko'rgani borsa, o'sha ko'rgani ketayotgan odamga 70 mingta farishta hamroh bo'ladi, birga boradi. Kullukum yastaghfiru lahu hatta yumsiya deganlar. Endi o'sha odamga to kechgacha istig'for aytadi. Va kana lahu kharifun fil janna deganlar va unga jannatda bir xurmozor bo'ladi. Va in aada masaan dedilar. Agar kechqurunda bir kasalni ziyorat qilgani borsa ham, unga yana mana shunaqa 70 mingta farishta hamroh bo'ladi va u ertalabgacha unga istig'for aytadi va o'sha odamga ham jannatda bir xurmo bog'i bo'ladi deganlar. Ushbu hadisdan ko'rinib turibdiki, demak bir odam kasalni kechqurun ko'rgani boradimi, kunduzi ko'rgani boradimi, unga savob bo'ladi. Lekin odob nuqtai nazaridan shunday paytni tanlasinki, kasalga malol kelmasin. Kasal ko'rishlikda ham o'zini odobi bor. Masalan, kasalda malol keltirish kerak emas. Kasal dam oladigan paytida bormaslik kerak, muolaja olayotganda bormaslik kerak. Toqati yetmaydigan holatda uni ham qiynamaslik kerak. Bir xilgi holatlarda bo'ladiki, kasal ko'rgani borsangiz, yonida xizmatda turgan oilasi chiqib, shunaqa sal toqatlari yetmaydi, ziyoratchi qabul qiladigan darajada emas desa ham, "Yo, men yaqin do'stiman yoki falonchiman, kirishim kerak" deydi. Ehtimol u odam uni qabul qilishlikka toqati yo'q yoki sharoiti yo'q. Har xil holat bo'lishi mumkin. Tura olmayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa paytlarda Alloh uchun borgan odam albatta o'zini ko'rsatib, olib borgan narsasini "Mana men sizga mana buni ko'rsatdim" deyishlik uchun bormaydi-ku. Balki o'sha eshigini tagidan haqqiga duo qilib, Alloh shifo bersin, o'ziga kelsa meni kelganimni bildirib qo'yin desa ham bo'ladi yoki Alloh uchun duo qilib ketsa ham bo'ladi. Shuni hisobga olib, bizda ehtimolki xalqimiz bu shariatda emas, xalqimiz shu kechqurun kasal ko'rgani borib bo'lmaydi degan gapni aytgan bo'lsa ajab emas. Lekin shariat nuqtai nazaridan kechasi borsa yomon bo'ladi degan gap yo'q. Ammo odat nuqtai nazaridan malol kelmaydigan bir paytni topib kasalni ko'rgani borish kerak. Vallohu a'lam bisavob. Navbatdagi savol: kibr haqni inkor qilish va odamlarni kamsitish degan ma'noda hadis bor ekan. Ushbu hadisni to'liq aytib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ayni siz aytgan hadisni asli matni bu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilar: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr" dedi. Qalbida misqol zarrasichalik, bir kichkina zarracha degani bu. Shunchalik darajada kibri bor odam bo'lsa ham u jannatga kirmaydi deganlar. Shu gapni aytganlarda qola rajulun, bir kishi aytdiki: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar bir kishi chiroyli kiyimni yaxshi ko'radi, chiroyli poyabzalni yaxshi ko'radi" dedi. Ya'ni shunaqa kiyinib yuradi-ku deyodilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yana so'zini davom etib aytdilarki: "Innalloha jamilun yuhibbul jamal" dedilar. Alloh o'zi go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas dedilar. Ravohi Imom Muslim va Imom Termiziy. Kibr degani batarul haq, ya'ni kibr bu haqqa unamaslik va odamlarni qadrini pastga urish dedilar. Mana hadisda asl matni. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam avval kibr qilishlikdan qaytardilar. Kimda dedi, o'sha misqol zarrasicha kibri bo'lsa jannatga kirmaydi deyodilar. Bir sahoba, "Ha, odamlar chiroyli kiyinishlikda, chiroyli kiyimda, poyabzalni yaxshi ko'radi-ku" dedi. Ya'ni bizni tasavvurimiz aytayapti, hozir chiroyli kiyinib yurgan, bashang kiyinib yurgan odam kibr bo'lib qoladimikin degan ma'no bor-da.
Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, yo'q dedilar. U Alloh o'zi go'zal, go'zallikni yaxshi ko'radi. Chiroyli kiyingan odamda kibrli demaymiz. Haqni inkor qilsa va odamlarni pastga ursa, mana shu odam o'sha payg'ambarimiz alayhissalom aytgan kibr hisoblanar ekan va mana shunday odamni jannatga kirmasligini aytayaptilar. Vallohu a'lam bisob. Keyingisi, men dorixonada ishlayman, dori olish uchun kelgan mijozlar mana bu dori yaxshi tuzatadimi kabi so'zlarni aytishadi. Mana shunday deyish shirk bo'lib qolmaydimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Ammo ba'd. Hozirgi kunda to'g'risi mana shunaqa savol juda ham ko'p bo'lyapti. Shirk haqida arzimagan narsalarni aytaylik shirkka olib kelish, kim nima qilsa bilib bilmasdan buni shirk qilyapti, bu mushrik deyish ko'paydi, Alloh saqlasin. Bu narsalardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Shirk nima degani o'zi? Shirk deganda bu sherik so'zdan olingan. Ya'ni Robbga, Allohga boshqasini sherik qilishlik. Ana shuni shirk deydi. Lekin aytaylik kimdir men dorini ichsam tuzalib qolaman, shu dori menga foyda qiladi desa, u odam hech qachon shu dorini Rob yoki Alloh yoki iloh deb bilmaydi. Hamma biladiki, shifo bu Allohdan. Lekin dori bir sabab. Musulmon odamda doim qalbida, har bir gapida, niyatida Alloh turadi. Ozgina gapni eshitib turib bilan, ha bu shirk bo'lib qoldi yoki bu mushrik degan gaplarni aytmaslik kerak. Vallohu a'lam bisob. Buvim odamlarni qamchi va non bilan davolar edilar. Bir tabib menga sen bo'yningga olishing kerak dedi. Aytingchi, bu qanchalik to'g'ri? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz kerak-da. Hurmatli xalqimizdan mana savol beruvchi hammalariga iltimos qilamizki, islomda insonlar kasal bo'lsa, ularni tuzatishlikka intilish, tabibga murojaat qilishlikka da'vat qilinadi. Agar bir odam bemor bo'lsa, kasal bo'lsa, albatta tabobatga murojaat qilish kerak. Tabobat uni tuzatadi. Tabiblik uni tuzatadi. Unaqa johil bo'lib, aytaylik hozir ko'payib ketdi. Kimdir silab qo'ysa yaxshi bo'lib qolar ekan, kimdir qamchilab urib qo'ysa yaxshi bo'lib qolar ekan, kechirasizlar, hatto yuziga tuflab qo'ysa yaxshi bo'lib qolar ekan. Bu gaplar hech shariatda to'g'ri keladigan narsa emas. Balki ilm bilan, ma'rifat bilan, tabobat bilan o'ziga davo izlanadi. Ammo lekin ruqya qilish, dam solishlik bu bor. Qur'oni Karimda Alloh taolo Qur'onda shifo ekanligini aytadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari bir nechta hadislarda o'zlariga sura-i Fotihani, aytaylik sura-i Ixlosni, sura-i Falaq, sura-i Nasni o'qib qo'llariga suflab keyin badanlariga surkaganliklari to'g'risida hadislar bor. Ruqya qilishlik, dam solishlik bor narsa. Lekin hozirgi savol bergandek bir qamchi bilan yoki qandaydir bir qon bilan bu ishlarni qilishlik aslo shariatda buyurilmagan. Bu bid'at, bu xurofat. Bunday narsadan qochishlik kerak. Tabib orqali Allohdan shifoni so'rashlik bilan birga mana bunday ruqiyalar qilib o'ziga o'zi dam solishligi joiz bo'ladi. Vallohu a'lam bisob. Sovuq kunlarda sovuq suvda tahorat qilish o'rniga tayammum qilsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo tayammum nima degani? Tayammum mana Muxtasarul Viqoya kitobimizda ham keladi. Ko'p fiqh kitoblarimizda tayammum tahorat va g'usulning o'rin bosari degan ibora ishlatiladi. Tahorat va g'usulning o'rin bosari. Va tayammum, ya'ni qo'lini tuproq orqali poklab, yuziga surkash, qo'llariga surkab, o'sha tahoratni o'rnini bajaradigan ibodatni qilishlikka shariatda bir nechta shartlar qo'yadi. Aytaylik, birinchisi suv topilmasin. Alhamdulillahki, hozir bunaqa holat bo'lmaydi. Chunki hozir hamma joyda suv bor. O'zingizda bo'lmasa kimdandir suv topish imkoniyati bor. Agar aytaylik, tasavvur qilaylik, shunaqa joy, sahroga o'xshagan joyga turib qoldiki, umuman suv ilojisi yo'q atrofda. O'shanaqa paytda mayli tayammum qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa kasal bo'lsa, bemor bo'lsa, o'sha suv uni tanasiga tegsa-yu, unga zarar keltiradigan bo'lsa, tabiblar suv tekkizmang desa ham o'rniga tayammum qilsa bo'ladi suvni o'rniga. Sovuq deganda ham hozirgi savolga o'xshab, sovuq qanaqa sovuqki,
o'sha sovuq odamni o'sha halokatga uchratadigan bo'lsa, mana shunday holatlarda tayammumga ruxsat beriladi. Lekin ozgina sovuq bo'lsa, tahoratning o'rniga tayammum qilib qo'yaman desa, bu to'g'ri kelmaydi. Bunga ulamolarimiz ruxsat bermaganlar. Vallohu a'lam. Savol: safarga chiqqan kishi mashinada namoz o'qisa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ulovda namoz o'qishni so'rayaptilar. Safarga chiqqanda ulovda namoz o'qish mumkinmi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ulovda namoz o'qiganliklari to'g'risida sahih hadislar bor. Rasulimiz alayhisalom yo'lga chiqqanda ulovda tepasida namoz o'qiganlar, ammo bu namozlari nafl namozlar, ya'ni farz bo'lmagan namozga aytilgan. Shuning uchun mazhab ulamolarimiz aytadilarki, agar bir odam ulovda ketayotgan bo'lsa, ya'ni bir aytaylik avtomobildami, poyezddami, boshqada farzini ulovda o'qib bo'lmaydi, naflda, sunnatda o'qisa bo'ladi. To'xtashni ilojisi yo'q bo'lgan transportlar bo'lsa, shunaqa holatlarda albatta namozini o'sha transportda o'tirib o'qisa ham bo'ladi. Ammo to'xtatishni ilojisi bo'lsa, aytaylik 4 kishilik mashinada ketyapti yoki o'zi rolda ketyapti yoki bir tanishi bilan gapini o'tkaza oladigan, iltimosi o'tadigan, bir to'xtab turing, men namozimni o'qib olay desa, u odam albatta tushib namozlarni o'qishlik kerak. Farzini, sunnat, nafl namozlarni shu mashinada o'tirib o'qib ketsa bo'ladi. Hatto qiblaga muxolif bo'lsa ham, ya'ni qiblaga yuzlanmasdan boshqa yo'lga ketayotgan bo'lsa ham o'sha namozni o'qib ketsa bo'ladi. Ammo farzni yoki vitrni albatta to'xtatib tushib o'qishlik kerak. Vallohu a'lam bisob. Keyingi savol: musofir safarda sunnatlarni o'qiydimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Endi hozir mana shu savol bir necha yillardan beri qayta takrorlanyapti. Musofir odam, safarga chiqqan odam sunnat o'qiydimi, o'qimaydimi degan narsani juda ko'p aytilyapti. Aslida shariatimiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam tomonidan bizga ta'lim, musofir odamga Alloh yengillik berib, farz namozlarni, 4 rakatliklarni qasr qilishlikka ruxsat berdi Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhisalom buni bizga yetkazdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni sahobalarini 2 xil ko'rinishlari, aytishlari bor. Bir sahoba aytganlarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan necha marta yo'lga chiqqan bo'lsam, biror marta sunnatni tark qilganini ko'rmadim degan bo'lsalar, yana bitta sahoba, men payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bilan yo'lga chiqdim, u zotni sunnat o'qimaganini ko'rdim deganlar. Mana shuni o'rganib chiqqan ulamolar aytadilarki, u bittalari aytaylik mashaqqatli o'sha jang safariga chiqqan payti bo'lgan, to'xtashda o'qishda imkoniyati yo'q bo'lgan holatlarda bo'lganligi uchun sunnatni tark qilib ketgan. O'qiganlari esa tinch, osoyishta safar degan ma'noni berganlar. Bu endi chuqur masala. Shundan kelib chiqib biz aytamizki, musofir odam yo'lga chiqqanda farzlarni qasr qilib o'qiydi, sunnatlarni to'la o'qiydi. Vallohu a'lam bisob. Qazo ro'zasi bor kishining nafl ro'za tutishi mumkinmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Mabad. Ramazon ro'zasidan qazosi bor, qarzi bor kishi nafl ro'za tutishi haqida Badoi Sanoyi kitobida aytadilarki, Ramazon ro'zasidan qazosi bo'lgan kishi nafl ro'za tutishi makruh emas deydilar. Yana boshqa bir o'rinda, boshqa kitoblarda ham ayni mana shu ma'nodagi gaplar keladi. Ya'ni nafl ro'zani tutishi mumkin emas degan gap yo'q deb keladi. Shuning uchun xohlagan odam qazosi bo'lsa ham nafl ro'zani tutishligi joiz. Qazoni tutishlik afzal, qazoni tezroq ado qilishlik kerak. Endi mabodo shunaqa bir kunlar bo'lib qoladi, shu nafl ro'za tutadigan kunlarda ro'za tutsa, sizni qazoyingiz bor, sizga nafl tutish mumkin emas degan gaplar shariatda ko'rsatilmagan. Ixtiyori agar tutib ketsa bo'laveradi. Vallohu a'lam bisob. Keyingi savol: umradan kelgan ayollar 10 kun ko'chaga chiqib bo'lmaydimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Umraga yoki hajga borib kelgan odamlar, ayollar uchun mana shuncha muddat ko'chaga chiqmasin degan gap mutlaqo noto'g'ri. Bunaqa gap yo'q shariatimizda, buyurilmagan. Agar kim buni aytayotgan bo'lsa, shariatga bid'at kirgizgan bo'ladi. Balki
kelgan odam odobini, axloqini saqlab, o'zini ishida bardavom bo'lishligi kerak. Vallohu a'lam. Navbatdagisi, aqiqa qurbon hayiti kunlariga to'g'ri kelib qolsa, ikkalasi uchun bitta jonliq so'ysa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Qurbonlik bilan aqiqani ikkalasini birga qilishligi haqidagi savolga ulamolar javob berganlar. Aytadilarki, mana qurbonlik uchun tuya, mol ham so'yishligi mumkin. Agar bir odam tuya yoki molda sherik bo'lib, 7 ta odam sherik bo'lib so'yishlikka haqqi bor, mana shu qurbonlikda molda yoki tuyani. Shu 7 ta odam sherik bo'lib qurbonlik qilayotgan bo'lsa, ulardan bittasi aqiqa niyatida qo'shilsa, bir hissasi durust bo'ladi. Ya'ni qo'shilsa bo'ladi. Lekin qo'yga, aytaylik, bitta qo'yni so'yayotganda bu ham aqiqa, ham qurbonlik deb bo'lmaydi. Ammo ko'pchilik bilan qo'shilib sherik bo'lib o'sha mol yoki tuya so'yishayotgan bo'lsa, o'shinga bitta ulushi aqiqa bo'lib qo'shilishligi joiz. Vallohu a'lam. Aqiqa uchun echki so'yish mumkinmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. O'zi aqiqa bu aytaylik farz yoki vojib amal emas. Albatta har bir odam borki, aqiqa qilish kerak degan ko'rsatma yo'q. Boy bo'lsa, o'sha bitta qo'y so'yishligi, ikkita qo'y so'yishligi u odamning iqtisodiga ta'sir qilmasa, ana o'sha odamlar qilsin. Endi hozir o'zi kambag'al, o'zi zo'rg'a tirikchiligini o'tkazyapti-da, qarz olib bo'lsa ham aqiqa qilaman deyishlik bu noto'g'ri. Ehson bunaqa qilinmaydi. Ehson balki Alloh yo'lida qodir bo'lsa, uni o'sha kambag'allar uchun qilinadi. O'zi kambag'al bo'lsa, u yana uni aqiqa qilaman deb qarzga botib, o'zini mushkulga qo'yish kerak emas. Yaxshisi o'shinga ketadigan xarajatini bolasini ehtiyoji uchun sarflashlari kerak bo'ladi. Endi aqiqani nimadan qilsa bo'ladi desa, ulamolar aytadiki, aqiqa qo'y, echki, mol, tuyadan qilinadi. Mana shu 4 ta narsadan ruxsat beriladi. Boshqa narsalarda aqiqa qilish mumkin emas. Aytaylik, xo'roz so'yish, ot so'yish kabi narsalarda aqiqa qilib bo'lmaydi. Vallohu a'lam. Navbatdagisi, vafot etgan insonning qarzini kim to'laydi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Bu savol juda nozik savol. Savol beruvchiga minnatdorchilik bildiraman. Bugunlik kunda savoli desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozir odamlarimizning tasavvurida shunaqa narsa bo'lib qoldiki, o'sha janozada aytaylik, merosxo'rlari, o'g'li yoki marhumda biror qarindoshi turib, kim qarzini ado qiladi desa, o'sha bo'yniga olgan bo'lsa, shu ado qilish kerak deb, o'sha odamni o'zini mulkidan qilish kerak deb tushunyapti. Natijada uni qiynaydi. Aslida bu shariatda aniq ko'rsatilgan qoida, faroiz deganda mana shu marhumni olamdan o'tgandan keyingi mollarini shariat bo'yicha taqsim qilish. Kitoblar yozilgan, mana mashhur Sirojiya kitobi bor. Sirojiddin al-O'shi rahmatullohi alayhi tomonidan yozilgan. Bu Sirojiya kitobi juda ham mashhur kitob. Mana shunda belgilab qo'ygan. Bir odam olamdan o'tsa, qarzi bajariladi, vasiyati bajariladi. Ana bundan keyin shariat bo'yicha moli faroiz qilib taqsim qilib beriladi. O'sha qarzini berishlikda marhumni o'zini molidan to'lash kerak. Masalan, uyini sotib yoki qoldirgan biror narsasini sotib, ana o'shindan marhumni qarzini to'lashligi kerak bo'ladi. U o'zida hech narsa yo'q bo'lsa-yu, lekin bolasi majburlik bilan uni o'rniga to'lasin degan narsa yo'q. Ammo bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Bu hammamiz uchun taalluqli. Alloh taolo bizni shunaqa holatga tushib qolishlikdan saqlasin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytgan bir hadislari bor. Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vassalam aytganlarki, Alloh taoloning nazdida Alloh nahiy qilgan, ya'ni Alloh qaytargan eng katta gunohlardan keyingi og'ir gunoh bir kishining zimmasidagi qarzini uzishga narsa qoldirmay o'lib Allohga ro'paro kelishdidir degan hadislar bor. Ya'ni bitta odamda qarzi bor-u, lekin shu qarzini uzishlikka nimadir chorasini ko'rmasdan shu qarzi bilan Allohga ro'paro bo'lishlik katta gunohlardan keyingi eng katta gunoh deb payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar.
O'zidan narsa qoldirib ketish kerak qarzi bor odam. Mana mani uyimni sotib qarzimni uzinglar, mashinamni sotib qarzimni uzinglar deb. Lekin uni qarzi o'z-o'zidan kimnidir bo'yniga o'tib, o'sha odam uzish kerak degan narsa yo'q. Esdan chiqarmaslik kerakki, qarz faqat qarzdor bo'lgan marhumni molidan, mulkidan to'lanadi, boshqalardan emas. Vallohu a'lam bisavob. Savdoda yolg'on ishlatsa, topgan foyda harom bo'lib qoladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Sotuvchi savdoda yolg'on orqali birovning haqqini nohaq o'zlashtirsa, albatta bu harom hisoblanadi. Ammo savdosini ko'paytirish maqsadida yolg'on ishlatsa, undan kelgan puli ham ochiq harom bo'lmasa-da, yolg'oni sababli qattiq gunohkor bo'ladi va topgan molini barakasi o'chadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam juda ham ko'plab hadis shariflarda ummatlarini, xosatan savdogarlarni mana shunaqa yolg'on gapirishlikdan qaytarganlar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam bir muborak hadislari bor. Aytganlarki, ey tojirlar jamoasi dedilar. U tojirlar boshini ko'tarib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga qaraganlarida Rasulimiz alayhisalom aytgan ekanlarki, albatta tojirlar qiyomat kuni fojir hollarda tirilur. Faqatgina Allohga taqvo qilgan, yaxshilik va rostgo'ylik qilganlari bundan mustasno degan gaplari bor payg'ambarimiz alayhisalom. Ya'ni yolg'on aralashtirgan savdogar qiyomatda fojirlar qatorida turadi, deyaptilar. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom bundan qaytarganlar. Allohu a'lam. Navbatdagi savol: qarzdan xalos bo'lish va ishlarning rivoji uchun qanday duo qilinadi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alloh taolo har bir qarzdorga o'zi najot bersin. Avvalo qarz olayotgan odam qarzdan qutulishlikni chorasini boshidan o'ylash kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamda bir hadislari bor. Aytadilarki, kim bir odamdan qarz olayotganda o'sha olgan qarzimni uzaman degan niyatda tursa, Alloh taolo u odamni shu qarzini uzishga qodir qilib qo'yadi. Kim agar qarz olayotganda niyati buzilib, men buni bermayman baribir desa, Alloh uni o'shini bera olmaydigan holatga tushirib qo'yadi degan hadislari bor. Demak, qarz olayotgan odam niyatini to'g'rilash kerak. Endi hozir savolga kelsak, payg'ambarimiz alayhisalom juda ham ko'p duolari bor, juda ham ko'p duolar o'rgatgan. Albatta Alloh taolodan so'rab duo qilishligingiz uchun maxsus bir duoni qilishlik shart emas. Allohim meni qarzimga najot bergin, yordam bergin deb taqvoda mustahkam turishligi lozim bo'ladi. Ammo Rasulimiz alayhisolatu vassalamni hadislari bor. Bir sahoba kelib shunaqa qarzimdan qutulishga duo o'rgating deganda Rasulimiz alayhisolatu vassalam duolarini aytgan. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Allohumma ikfini bi halalika an haromik va aghnini bi fadlika amman siwaka degan ekanlar. Shu duoni aytib Hazrati Ali aytgan ekanlarki, senda agar sabir, ya'ni Yamandagi tog' barobaricha qarzing bo'lsa ham shu duoda aytsang uziladi degan ma'noda aytganlar. Ya'ni Allohim menga halolliging ila haromingdan kifoya qilgin, o'zingni fazling bilan meni o'zingdan boshqalarga muhtoj qilmagin degan ma'nodagi duo. Albatta duo qilib, Allohdan so'rab harakatini qilib borsa, Alloh albatta qarzdan qutultiradi inshaalloh. Vallohu a'lam. Oldin berilmagan mahrni hozir bermoqchi bo'lsa, qanday yo'l tutiladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Mahr umrini oxirigacha erini, kuyovni gardanida turadi, soqit bo'lmaydi. Uni albatta ado qilish kerak, qachon bo'lsa ham. Endi mabodo nikohda mahr aytilmasdan nikoh qilinib ketgan bo'lsa, nikoh durust bo'ladi. Nikoh durust bo'ladi, lekin mahr baribir kuyovni gardanida qoladi. Hatto qiyomatda ham so'ralinadigan narsa. Shuning uchun mahrni ado qilishlikka harakat qilinadi. Falon yili kelishuvdiki, lekin o'sha narsani biz ado qila olmay qolib ketdi deyotgan bo'lsa, u holatda o'sha kunda zikr qilingan nima bo'lsa, shu narsani olib beradi. Masalan, mahrga bitta tilla uzuk degan bo'lsa, o'sha yilda qanaqa bo'lsa, o'sha tilla uzukni olib beradi. Lekin hech narsa aytilmagan bo'lsa, unda mahr misl beriladi. Bunda kelinni ota tomonidan masalan ammasiga, opasiga, ularga
o'sha husniga, ilmiga qarab, o'sha oilasiga qarab qanaqa mahr berilgan bo'lsa, shu mahrni o'sha miqdorda olishlikka haqli bo'ladi. Shuni berish kerak. Ya'ni o'sha mahr mislni topib ado qilishga to'g'ri keladi. Vallohu a'lam. Keyingi savolni o'qiyman. Alloh taoloning ismidan boshqa narsalar bilan qasam ichsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va salatu va salamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. O'zi mana shu qasam juda ham ehtiyot bo'ladigan narsa. Qasam ichishlik yaxshi emas, qasamdan qochishlik kerak. Lekin bizlarda odat bo'lib qolgan qasam ichilishlikda hozirgiga o'xshab aytaylik nimani o'rtaga qo'yib bo'lsa ham qasam ichaveradi. Non ursin deydi yoki mana chiroqni ostida turibmiz deb qo'yishadi yoki mana pirli uyda turibmiz deb qo'yadi. Mana shunaqa qasamlar durust emas. Qasam faqatgina Alloh nomi bilan, Alloh lafzi bilan qasam ichiladi. Boshqa narsani nomi bilan qasam ichishdan shariatimiz qaytargan. Boshqa narsani o'rtaga qo'yib qasam ichib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlari marhamat qilganlar, hadislari bor, aytadilarki, otalaringizni nomi bilan, onalaringiz bilan, butlar bilan qasam ichmanglar. Qasam ichsanglar faqat Alloh nomi bilan qasam ichinglar va Alloh nomi bilan faqatgina rost qasam ichsanglar degan. Ya'ni yolg'onga ham Allohning nomini qo'shib qasam ichmanglar. Rostlik ustiga qasam ichilish kerak. Boshqa narsalarga qasam ichishdan to'xtash kerak. Lekin Qur'oni Karimda Alloh taolo vattini va zaytuni val fajr va duha degan so'zlar bilan qasam ichadi. Ya'ni anjirga qasam, kunduzga qasam, bu qasamlar Allohning o'ziga xos. Alloh o'zini qudratidagi narsa, xohlagan narsasini o'rtaga qo'yib qasam ichish haqqiga ega. Lekin faqatgina Alloh nomi bilan qasam ichiladi. Ammo lekin kim Alloh nomi bilan yolg'on qasam ichsa, u odam juda ham qattiq gunohkor bo'ladi. Vallohu a'lam. 6 oy safarda bo'lgan kishi uyiga qaytganida qayta nikoh qilishi shartmi deb savol berdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va salatu va salamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Bu savol ham juda ham ko'p qaytariladi. Hatto ba'zi odamlar o'sha har safarga borib kelganda nikohini yangilaydiganlar ham bor ekan. 6 oy bo'lib ketdi, 1 yil bo'lib ketdi, nikohimizni yangilab qo'yaylik. Nikoh o'zi har doim yangilanadigan narsa emas. Deb nikohni o'yinchoq qiladigan narsa emas. Buni qilishligi hozirgi o'xshagan savoldan kelib chiqyapti. Moncha muddatga ketsa taloq tushib qolar ekan. Bunaqa shariatimizda gap yo'q. Chiqib ketgan bo'lsa, qancha muddat bo'lsa ham bola chaqasini boqish yoki boshqa ish bilan chiqib ketdimi, ayoli bilan nikohi buzilmaydi, taloq tushib qolmaydi. Nikoh boqiy turadi. Taloq bu o'sha er xotinda ajrashish uchun ishlatiladigan narsa. Va shu o'rinda bir gapni aytib qo'ymoqchiman. Hozirgi kunda juda ko'pchilik taloq masalasida o'zboshimchalik bilan o'zi hal qilib yuboryapti. Hozir endi kitoblar tarjimasi chiqib ketgan, internetga chiqib ketgan yoki ChatGPTga kiryapti-da, savol beryapti, o'zicha javob beryapti. Taloq masalasi o'ta nozik masala. Bu faqatgina o'sha ulamolarning ishtirokida, mana bizning fatvo markazida, bizning ishtirokimizda er va xotinni o'tkazib qo'yib savol javob qilinadigan narsa. Senga endi yo'l yo'q deb 4-5 ta bolasi bilan ajratib yuborish holatlari, o'zicha bo'lar bo'lmasga taloqning hukmini berib olish yoki bo'lmasa haqiqatda taloq bo'lgan bo'lsa, yo'q taloq bo'lmadi deb hukm chiqarib olishliklardan saqlanish kerak. Bu mas'uliyatni o'ziga olmaslik kerak. Bu juda og'ir savol bo'ladi. Shuning uchun yaxshisi kimda taloq masalasi ko'tarilib qolsa, albatta idoraga kelish kerak. Ba'zida bizga odamlar murojaat qilyapti-da, aytadiki, falonchi o'rtog'im yoki tanishim oilasi bilan taloq bo'lib qopti, manaqa gap bo'libdi. Xo'p, mayli kesin. Yo'q, men aytaman, yo'q sizni gapingiz bilan qilinmaydi, chunki siz yo'qsiz ularning ichida. Hatto qaynota, qaynona ham yo'q. Bu er va xotinning orasidagi muomala. Muammo ularki, er va xotinni o'zi bilan gaplashmasdan turib bu hukmni aytib bo'lmaydi. Bundan saqlanish kerak. Qolaversa bu hukm, bu kimdir ko'chada kitobda ko'rib qolib aytadigan narsa emas. Bu fatvo. Bunga albatta har qanaqa holatda taloq masalasi ko'tarilganda diniy idoraga murojaat qilish kerak. Vallohu a'lam. Qabrlarga sehr qilishga dinimiz qanday qaraydi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Sehr bilan shug'ullanishlik shariatda harom.
qayerda qilinsa ham, u qabristonda qilinadimi, uyda qilinadimi, qayerda shu ish bilan shug'ullanishlik bu o'zi aslida harom hisoblanadi. Bu ishni halol deb qilayotganlar hatto Alloh saqlasin iymonidan ajraydi va juda ham katta gunohkor bo'ladi sehr bilan shug'ullanishlik. Chunki sehrgar oxiratda nasibasi yo'q kishi hisoblanadi. Bu ish bilan shug'ullanadiganlar yaxshisi kech bo'lmasdan turib tavba qilishlari kerak. Hozir juda ham ko'pchilik shug'ullanadigan bo'lib ketdi. Tezda tavba qilish kerak. Tavba qilmasa bo'lmaydi. Sehrning inson jismiga zararli ta'siri mavjud. Bor sehr qilishlik. Qur'oni Karimda Alloh taolo oyat keltiradi, o'sha farishtalar kelib sehr ilmini o'rgatgan paytda Estaizu billah va ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur. Mana oyatda aytibdi. Ya'ni ikkita farishta kelib sehrni bir paytlar o'rgatgan. Mo'jiza bilan sehrni farqiga yetkizish uchun o'rgatgan. Bu endi bitta alohida hikoya. Shunda o'rgatayotganda farishta aytadiki, biz ochiqdan ochiq fitnamiz, kofir bo'lib qolma deb keyin o'rgatgan. Ya'ni kufrga olib boradi. Shuning uchun juda ko'p ulamolar, ayniqsa Hanafiy ulamolari mana shu sehrni halol sanab shug'ullanganlarni iymoniga ta'sir qiladi. Ular beiymon ketib qoladi bu dunyodan degan. Bu esa ularni do'zaxga tushib qolishligiga sabab bo'ladigan narsa. Qolaversa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 7 ta halok qiladigan katta gunohlarni sanaganlar. Uni ichida odam o'ldirish, yetim haqqini yeyish, zino qilish kabi gunohlarni sanab, ana shu yerda sehr bilan shug'ullanishlikni ham aytganlar. Eng katta gunohlardan. Shuning uchun kim bilib bilmasdan shu bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, tezlik bilan tavba qilish kerak. U odam iymonidan ayrilib qolishligi mumkin. Alloh hidoyat qilsin, adashtirmasin, hammamizni to'g'ri yo'lda sobit qadam qilsin. Allohu a'lam. Va'daga vafo qilmaslikning hukmi qanday bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Va'da bu mo'min odam uchun muhim narsa. Al-va'd dayn deydilar. Ya'ni va'da bu qarz deydi. Qolaversa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam munofiqning sifatlaridan sanab aytadilarki, munofiq gapirsa yolg'on gapiradi, omonat bersa xiyonat qiladi, va'da qilsa vafo qilmaydi deganlar. Shuning uchun har qanday odam o'zini bergan va'dasiga vafo qilishliklari lozim bo'ladi. Lekin bu degani kimdir va'dani qildi-yu, o'sha va'dasidan chiqa olmay qolsa, darhol uni munofiqqa chiqarish kerak emas. U odam qasddan qilmasa, masalan, kim bilandir ko'rishishda va'da qildi, kimgadir nimanidir va'da qildi-yu, shu uzr sababli shuni qila olmay qoldi. Nimadir uzri bo'lib qoldi, qilish imkoniyati bo'lmay qoldi. Bu holatda uni va'dasiga vafo qilmadi deb bo'lmaydi, balki bu qila olmadi deydi. Va'dasiga bevafolik imkoniyati bo'la turib, kim bilandir qayerda ko'rishishligini aytdi-da, bora olmay qolishligida o'zi qasddan bormadi, suskashlik qildi, bajarmayman dedi. Ana o'sha odam o'sha va'dasiga bevafo bo'ladi. Lekin kimdir boraman dedi, uzr chiqib qoldi. Aytaylik, band bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi, nimadir uzr, shar'iy uzr chiqib qoldi. Bu odam bevafo qatoriga qo'shilmaydi. Avvalo va'da berdimi bajarishlikka harakat qilish kerak va o'sha va'dani qila olmay qolgan odamni darhol munofiqqa ham chiqarmaslik kerak. Vallohu a'lam. Navbatdagi savolni o'qiyman. Shom payti bolamni ko'tarib qo'shni ayollar bilan ko'chada turganimda bir otaxon shomdan keyin bolalarni ko'chaga chiqarib bo'lmaydi deb koyib berdilar. Shu to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Otaxonning gapida jon bor, haqiqat bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shomdan keyin bolalarni ko'chaga chiqarmaslikka tavsiya qilganlar. O'sha bebosh jinlar, shaytonlar sayr qiladi degan ma'noda aytgan hadislari bor. Qolaversa qadimdan ota-bobolarimiz ayni o'sha shom mahalda bolalarni ko'chaga chiqarmasdan uyda ushlab turishlikka aytilingan. Bu ham o'sha bolalarning tarbiyasi uchun. Kechqurunda befarq bo'lgan, kechqurunda nazoratsiz bo'lgan bolalar turli falokatlarga uchrayotganligi sir emas. Shuning uchun albatta mana shu narsadan saqlanib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavsiyalarini qilib, farzandlarimizni kechqurunlarda uyda ushlab o'tirishligimiz, foydali, manfaatli ishlar bilan shug'ullantirishligimiz yaxshi bo'ladi. Allohu a'lam. Chap qo'lda tasbih aytish joizmi?
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Alloh taolo hammamizni zikr qiluvchilardan qilsin. Avvalo tasbih deganda bu zikr, bu Allohni eslash. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar kabi so'zlarni aytib Allohni zikr qilishlik. Endi odamlar o'ziga vazifa qo'yib olgan bo'lsa, o'sha adadi bo'ladi. Kimdir aytaylik, vazifa olib, men 100 ta tasbih aytaman deydi, zikr qilaman deydi. Yoki o'sha namozdan keyin mana 33 martadan tasbih, tahlil aytamiz. Mana bu narsalarda o'sha sanashlik ma'nosida tasbih ishlatishlik yoki bo'lmasa qo'l bilan qilishlik. Payg'ambarimiz alayhisalom qo'l bilan qilganlarda ham aytganlar, shu barmoqlarda uchlari ham qiyomatda guvohlik beradi degan ma'noda aytgan hadislar bor. Shuning uchun zikrni sanab o'tkazishlik yaxshi. Lekin chap qo'lida zikr qilishlik, chap qo'lda tasbih qilsa yomon bo'ladi deb qaytaruv Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan aytilmagan. Qilsa yomon bo'ladi degan narsa kelmagan. Lekin buni muqobilada boshqa hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma ishni o'ng qo'lda qilishni yaxshi ko'rardilar. Yeyishni ham, kiyishni ham, shuning uchun hamma xayrli ishlarni o'ng qo'lda qilishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam bisavob. Alhamdulillah, mana bugun baholi qudrat savollariga javob bergan bo'ldik. Onlayn savol javoblarimiz davom etadi. Bizdan boshqa bizni markazimiz ulamolari javoblarni aytib borishyapti. Alloh taolo bizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Kamchiliklarimiz bo'lsa Allohning o'zi kechirsin. Va mana shu savol javoblar davom etib boradi. Alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'lda sobit qadam qilsin. Savol bergan azizlarimizni olgan javoblariga amallik bersin. Yurtimizni tinch qilsin. Vatanimiz obod bo'lsin. Hammamiz diniy diyonatda, toat ibodatda mustahkam qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.